Podkastimizning mehmoni Toshkent tibbiyot akademiyasi allergologiya va klinik immunologiya kafedrasi xodimi, o'qituvchisi Nodirbek To'rayev. Allergiya bo'lishligi uchun immun tizimida nosozliklar bo'lishi shart. Bolalaringiz allergiyaga chalinmasligi uchun nima ishlar qilyapsiz deb so'raman sizdan. Va bola ham shirin narsani keyin injiqlanib talab qila boshlaydi bir marta ta'mini ko'rgandan. Bir kunda 9 marta isitma chiqdi shunaqa qilib. Men futoch esimda bor, chunki studentlar ham ko'p so'raydi bu narsani. Burningizdagi havoni sizadigan retseptorlarni asrang, ko'p sigaret chekmang. Immunoterapiya haqida gaplashsak, allergiyani davolovchi maxsus davo usuli. Bitta dori tabletka, muncha tabletka ichasiz, butun taningiz kuyib ketgandaqa toshma-tosh ketib qoladi. Juda og'ir bu narsa. Eshak yemi, nega eshak yemi deyiladi? U vaqtida eshakka yem berib davolab ko'rishganmi? Immunitetni qanday ko'tarsam bo'ladi, nima bersam bo'ladi deydi. Immunitetni kuchaytiradigan dorilar ko'p ekan, qaysi biri zo'r? Shu aytgan 3 ta narsangiz o'zi immunitetni Joni. Yengilidan murakkabiga, zararsizidan zararlisiga etap-etap o'tkazish. videoni to'liq oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman, chunki bu podkastimizda juda ham ko'p mavzular ko'tarildi va bularga juda ko'piga javoblar, yechimlar berildi. Assalomu alaykum do'stlar. Efirda 36 podkastning navbatdagi soni va sizlar bilan men allergolog klinik immunolog Jasur Davlatov, lor shifokori Ixtiyor Xurramov hamda bugungi podkastimizning mehmoni Toshkent tibbiyot akademiyasi allergologiya va klinik immunologiya kafedrasi xodimi, o'qituvchisi Nodirbek To'rayev. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat kattakon taklifingiz uchun. Bugungi podkast davomida ko'pchilikning muammosi hisoblangan, hozirda ayniqsa juda ham ko'p tarqalgan, ko'pgina bemorlar aziyat chekayotgan allergiya hamda immunitet bilan bog'liq muammolar haqida gaplashamiz. Shaxsiy va umumiy savollarni birin-ketin berib boshlasak. Nodirbek aka, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Rahmat. Demak, men Toshkent pediatriya tibbiyot institutini tamomlaganman. O'zi bakalavr bo'yicha pediatrman. Keyin shu prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev allergologiya sohasini yangi ochilganligi, allergologiya haqida, allergologiya markazi qurilishi haqida bir chiqishlarida aytganlarida shu ichim yuragim jiz etgan. O'shanda men 4-kurs yoki 5-kurs bo'lganman. Ko'p takrorlayman shu narsani. Shu yo'lda ketayotgandim, endi ko'p onlayn o'qilgan. Shu xabarlarning orasida shunaqa chiqib qolgan. Yurak jizzatgan, qaniydi o'sha yerda ishlasam degan. Shu keyin yana ish ketdi, o'qish bitirildi, imtihon topshirildi. Endi boshqa yana tanishlar bilan ham maslahatlashildi. Endi nima uchun allergologiya va immunologiya sohasi tanlanildi desa, immunni barcha klinik sohalar bilan juda ham chambarchas bog'liq. Misol uchun pulmonolog bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lsam nefrolog, yoki bo'lsam kardiolog, bu sohalar terapevtik sohani bir niqalari, yo'nalishlari juda ham torroq sohalar, uzki soha deymiz-ku. Allergiyani ham yoki bo'lsam allergiya emas, men o'zi aslida ko'proq immunologiya sohasi uchun topshirganman. Bu yo'nalishga kirib kelganman. Keyin kirib bundoq qaraydigan bo'lsam, allergologiya juda ham keng qamrovli, juda ham bir muammoli va har bir sistemani o'zini allergik kasalligi bor. Juda bir muammo tarafi shu. Har bir sistema, odam organizmida 12 ta sistema desak, har birida kechadigan allergik reaksiyalar bor. Bu darajaga hali biz yetib kira olganimiz yo'q. Hali endi rivojlanishdamiz-ku. Lekin kelajak albatta buni ko'radi. Shu bilan qiziqib ketilindi. Juda ham bir endi har bitta sohaga kirib ketiladigan aytadi-ku, Dr. House deydi-ku. Tipa shunaqa xohish bo'lgan shunaqa narsaga. Endi harakat qilinadi hali ancha o'qish kerak, yana o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak, o'rganiladigan narsalar juda ham ko'p. Endi bilishadi studentlar ham, boshqalar ham endi dars beramiz, boshqa narsa o'zimizni sohani iloji boricha chuqurroq qilib, iloji boricha yaxshiroq tushuntirib berishga harakat qilamiz-ku. Baribir ham hali o'rganiladigan narsamiz juda ham ko'p. Allergologiya juda ham yangi soha, molekulalari, strukturalar, yengilliklar, ilmiy yengilliklar juda ham ko'p. O'shaning uchun ko'pchiligiga bu soha erishdek tuyuladi. Shunaqa holat. Endi men shunga qiziqib ketdim qanaqadir. Erish emas, menimcha bu allergiya trenddagi so'z. Bu hozir
allergiya deganda faqat bitta kasallik tushurilmaydi-da. Istagan so'zni tibbiyotdan chiqib ijtimoiy so'zlashuvga kirib ketgan. Kimnidir yoqtirmaganda ham biz allergiya ham bor o'shanga yoqtirmayman degan ma'noni keltirdik. Bu gapni aytishimiz sababi bemorlar nuqtai nazaridan emasda, talabalar nuqtai nazaridan. Talabalar oldingizga keladi, allergik reaksiyani birinchi tipini molekulasigacha, hujayrada kechadigan DNKsigacha tushuntirib berasiz. Ana ko'zi yonib qiziqib zo'r soha ekan, shuncha ilmi bor ekan bu sohada. Misol uchun men boshqa sohani so'kmoqchi, tepmoqchi emasman, lekin misol boshqa sohalarda molekulyar darajada molekulasigacha, retseptor darajasigacha chiqarib bermayapti-ku. Bizada chiqarilyapti-ku shu narsalar. Misol uchun siz unga yetkazib oxirigacha olib borib berasiz, talaba bunda turadi, qiyin soha ekan deydi. Yo'q, qiyinchiligi menimcha ba'zan o'rganayotgandagi qiyinchiliklar bilan bog'liq. Masalan, allergologiya sikl oxirgi kurslarga, bitiruvchi kurslarga to'g'ri kelsa, ungacha bo'lgan davrda bu allergiya normal fiziologiya, ya'ni patologik fiziologiyada yoki normal immunitetni normal fiziologiyada 3-kurslarda o'rganadi u. O'sha paytdagi ba'zi poydevor yaxshi ko'rilmagan bo'lsa, u yoqda qiyin fan bu degan tasavvur uyg'onadi-da. Zo'r, ajoyib. Kichkina kurslarda yaxshi o'zlashtirilmagan talabalar katta kursda o'z-o'zidan o'sha shunaqa molekula darajasidagi sikllarda qiynalib qoladi-da. Albatta. Lekin bir qiziqsa, ayniqsa immunologiyaga shunaqa qiziqsa, allergiyani alohida o'rganib bo'lmaydi-da. Immunitetsiz allergiyani ta'riflab ham bo'lmaydi. Ta'rifini aytganda ham immunitet bor-da. Shuning uchun ham allergolog bo'laman degan kimki bo'lsa, bo'lajak shifokor, u immunologiya o'qiydi. Darsliklar ham hattoki allergologiya haqida darslik sotib olsanglar, boshida immunologiyani bitta o'rgatib, bitta takrorlatib beradigan yoki bir tushuncha beradigan qismi bo'ladi. Alohida allergiyaga boshlanadigan darsliklar kam. Qo'llanmalar bo'lishi mumkin, lekin darslik darajasida chuqurroq o'rganaman degan odam avval immunitet, keyin allergologiyani o'rganish, bu qadamma-qadam o'rganishga kiradi-da. Albatta. Va yana bitta joyini aytishim kerak. Mana student bo'lganmiz, o'qigan, o'qimagan, boshqa narsa holatlar bo'lgan. Bir savollar bo'ladi-yu. Ustozingiz bilan gaplashasiz, fikr almashasiz. Ba'zan ko'nglingiz to'ladi, ba'zan ko'nglingiz to'lmaydi. Xullas, nima savolim bo'lsa, shu immunologiyadan olganman-da. O'zi immun tizimini 4 xil kasalligi bor-da. Bittasi immunodefitsit holat. Bu immunodefitsit holat bo'lganligi uchun immunitet o'rganilish boshlangan. O'sha Bruton boshlab bergan bu narsani. Xirurg tanqisligi, immun tanqisligi. Ikkinchisi autoimmun kasalliklar, uchinchisi o'sma jarayoni, to'rtinchisi allergiya. Immunitet 4 ta kasallik bor. Shu bitta eng katta hozir juda ham globallashib ketayotganligini sababi bir yili 35% deyapmiz, bir yil 40% deyapmiz. Keyinroq 50% ga yetib boradi deyapmiz allergik kasalliklar. Hech qaysi kasallik allergik kasalliklarchalik tez ko'tarilib ketayotgani yo'q. O'zi allergiya nima o'zi? Mana shu narsani bir ochib olsak, allergiya deydi-da, kerak bo'lsa bemorlar bor, tashxisda o'zimda allergiyam bor, davo bering deydi. Xuddiki o'zi aslida shifokorga kelishdan maqsad kasalligi nimaligini aniqlash, lekin shu darajada oson kasallikmi bu? O'zi nima degani? Hamma meni allergiyam bor deb keladi. Odatda menimcha 80-90% bemorlar nima bu doktor deb emas, menda allergiya bor, qarang deb shunaqa qilib shikoyatini aytib keladi-da. Juda bir shifokorning savolida bu baribir. Demak, mana bunaqa holat. Nima uchun biza allergiyaga juda ham yengil qaramamiz? Chunki shunda aptekaga kiradi. Shunaqa bo'lyapti. Menga bitta dori ber deydi. U dori dostupniy, bemalol beradi, oladi, tabletkani ichadi. Yaxshi bo'lgandek bo'ladi, yana dars ketaveradi. Bu xuddi o'zi men allergiyani o'xshataman jahldor odamga, jahli chiqqan odam. Misol uchun, sizni jahli chiqib turibdi, mashinada ketyapsiz. Siz nimadir problema bo'lgan, jahli chiqqan. Men mashinada sizni sal turtib ketsam, meni uyingizga borguncha so'kib borasiz. O'rtog'ingizga ham, atrofingizdagilarga ham jahl bilan munosabatda bo'lasiz, hammadan недовольный bo'lasiz. Bu jahldor odamni ko'rinishi. Allergiyada ham immun tizimini jahli chiqib ketib qoladi. Normada urish kerak bo'lmagan, normada organizmda immun javob berish kerak bo'lmagan narsalarga nisbatan javob beradi. Buni ta'riflari juda ham ko'p. Misol, har xil kitobda har xil keladi, lekin ilmiy nuqtai nazardan aytsak, sensibillashgan organizm ma'lum bir allergenga nisbatan giperergik javob reaksiyasi, oddiy tilda aytadigan bo'lsak, immun tizimini noto'g'ri javob reaksiyasi.
Normada unaqa qilish kerak emas edi. Normada men misol uchun qo'y go'shti yesam, qo'y go'shtiga menda allergiya bo'lish kerak emas edi. Toshma toshi yoki nafas siqish kerak emas edi. Yoki bo'lmasam tashqaridan havo changlab tushadi. Odam nima uchun aksiradi, nima uchun yo'taladi? Sabab shu yuqori nafas yo'llaridagi changlarni chiqarib tashlashlik. Allergiyasi bor bo'lgan odamda ana shu misol uchun normada chang kelsa, siz 1-2 marta burun qoqib yoki aksirib, yana darsga ketishingiz kerak. Bu sizning normal javob reaksiyangiz. Nonormal javob reaksiyada siz kamida 20 marta aksirasiz. Nonormal holatda organizm shunchalik bu narsani katastrofa deb qabul qiladiki, dash bronxlarni bo'g'ib qo'yadi. Havo kirmasin deydi ichkariga. Kamroq havo kirsa, kamroq chang kiradi, men kamroq bo'g'ilaman deydi. Organizm o'zini himoya mexanizmini keraksiz paytda ishga tushiradi. Hali qizil nuqta keraksiz, bizga zarar yetkazmasligi mumkin bo'lgan komponentlarga nisbatan ishga tushishni boshlaydi. Albatta. Siz vaqtda va haddan ortiq tez Kuchli javob reaksiyasi. javob beradi. Yengilroq bo'lsa, bu normal himoya mexanizm deymiz. Masalan, changli joyga borsak, bir necha marta o'sha joyda aksirib, ko'chaga chiqqandan keyin qaytib umuman bezovta qilmasa, bu shunchaki bizning tanamiz o'sha changni maksimal chiqarib tashlashga harakat qilyapti deymiz. Bu yerda hech qanaqa immun mexanizmlar emas, shunchaki reflektor tarzda ishga tushadigan tizim desak bo'ladi. Zo'r, ajoyib ta'rif bo'ldi. Salomat bo'ling. Keyingi bizda muammo bor. Nega allergik kasalliklar bu darajada, bu yuqorida aytgandek ko'payyapti va o'zi qanaqa turlari bor? Qaysi turlari borki, qanaqa shakllari borki, bu darajada tez ko'payib ketyapti. Hattoki Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan asr kasalligi allergiya deb e'tirof etilgan. Chunki boshqa kasalliklar, masalan, yurak qon tomir kasalliklari ko'pgina davlatlarda o'limga olib keladigan birinchi raqamli kasallik hisoblanadi. Lekin uni hech kim asr kasalligi deyishayotgani yo'q. Aynan allergiyani aytishyapti. Sababi nega? Nima uchun bu darajada tezlashib ketdi bu? Albatta. Demak, allergiya bu immun tizimining kasalligi dedik. Demak, allergiya bo'lishligi uchun immun tizimida nosozliklar bo'lishi shart. Immun tizimi yaxshi ishlab turgan odamda hech qachon allergik holat bo'lmaydi. Endi savolingizga ozgina kengroq javob berishga harakat qilaman-da, chunki sababi juda ham ko'p. Ko'pincha bemorlarning orasida va boshqa shifokorlarning ham orasida shunaqa tushuncha borki, allergiya bu gen suradi, gendan genga o'tadi, shunga o'xshash holat. Allergiyani bitta turi bor, atopik turi bor. Mana haqiqiy birinchi tip yuqori sezuvchanlik bilan kechadigan birinchi tipi bor, atopik turi deymiz. Faqat o'sha turigina gendan genga o'tadi. Qolgan turi misol uchun nasr surmaydi. Qolgan turida umuman boshqa sabab. Misol, atopik kasalligi menda bo'lsa, meni bolalarimda bo'lish ehtimoli juda ham ko'p. Lekin hozirgi paytda ikkilamchi bo'lgan orttirilgan allergik kasalliklar juda ham ko'payib ketyapti. Asosiy sabablari bu ana shu odamni tashqi muhitda o'rab turgan hamma sabablarni sanasangiz bo'ladi. Birinchi o'rinda oziq-ovqat mahsulotlari. Ularning tarkibida kimyoviy moddalarning juda ham ko'pligi. Har qanday kimyoviy modda organizmga kirdimi, u yog'da eriydigan bo'ladi, suvda lipofil, gidrofil bo'ladi. U bizning hujayralarimizga xohlasak, xohlamasak u molekulalar ta'sir qiladi. Bizning hujayralarimizda MHC molekulalar bor, ularga ta'sir ko'rsatadi va epigenetika degan soha chiqqan yangi. U nima deydi? Hujayrani DNKsida va xromosomasida bo'lishi mumkin bo'lgan mutatsiya emas. DNKni genlarini nukleotlar ketma-ketligini o'zgarish. Misol uchun biza nimani mutatsiya deymiz? Butun genlar joyi o'zgarishi kerak-da. Misol uchun bitta gen примерно 10-15 ta nukleotiddan iborat bo'lsa, shu bitta nukleotid ichida misol uchun timin deb oladigan bo'lsak, shu bitta metili ammiakka almashib qoladi. Yoki masalan shu bitta metili boshqa gruppaga o'zgarib qoladi. Bu genning strukturasini o'zgarishiga sabab bo'ladi. Kuchli mutatsiyani bermaydi, lekin genning funksiyasiga ta'sir ko'rsatadi. Mana bu holat hozir juda ham kuchayib ketyapti. Sababchisi PM darajasi 2,5 dan kichik bo'lgan zarrachalar. Havoni ifloslanishi. O'shaning uchun hamma bong urib yotibdi, ifloslangan havo allergiyaga sababchi bo'ladi, bo'lmaydi. Biza xohlasak, xohlamasak bu haqiqat. Chang havo, bunaqa qo'pol qilib aytganda iflos havo albatta allergiyani kuchaytiradi. Bu bir. Ikkinchi sabab global isish. Havo juda ham isib ketyapti. Bu isishlik karbonat angidridni ko'payganligi bilan bog'liq. Karbonat angidrid ko'payishi bu urban ekosistema, bu mashinalar ham boshqa narsa. Karbonat angidrid ko'paydi, havo isib ketyapti. Isigan havo o'simliklarning changlanish davrini uzaytiryapti.
oldin misol uchun 20 yil, 30 yil oldin o'rtacha 30 yil oldingiga nisbatan hozirgi paytda butun dunyoda havoni temperaturasi 2 gradusga ko'tarilgan bo'lsa, o'simliklarning ham hayot sikli, ya'ni changlanish davri 5 kun, 7 kunga oshganda. 20 yil oldin misol uchun polin 20 kun changlangan bo'lsa, hozir 30 kun changlanyapti-da. Bu changlanish davri ko'p bo'ldi degani chang ko'p degani. Ya'ni o'simlikda changi ko'p degani. Ajratadigan allergenlari ko'p degan. Yildan yilga ko'payib ketyapti. Bu keyin конечно allergiya qiladi. Bu bitta sabab. Yana bitta sabab bizning baryer tizimimiz buzilishi. Normal holatda mana Lora ekansiz, juda katta savol bor-da. Nima uchun odamda rinit bo'ladi? Bu katta savol bu. Buni ham sababi juda ham ko'p. Misol uchun o'sha daraxtlarni erta bahorda mana riniti bor bo'lgan bemorlarda daraxtlardan allergiyasi bo'lsa juda ham bezovta qiladi. Daraxtlarni pilchasini, changini razmeri 30 dan 70 nanometrgacha-da. Bu nanometrlar ko'proq burunda qolishiga xos. Pastki nafas yo'llarigacha yetib bora olmaydi. Burunda qoladi, yig'iladi. Endi burunda yig'ilishiga sabab nima? Peregorodga qishuv bo'lishi mumkin. Yoki bola tez rinit bo'lishi mumkin. Virusli rinit bo'lganda nima sabab bo'lganda ham burun shilliq qavatining devorining mustahkamligi buzilishi kerak. O'sha mustahkamlik buziladi, keyin changlar shilliq qavatdan ichkariga o'tadi, organizm immun javob berishga majbur bo'ladi. O'sha boyaga berayotgan savolingizga qisqa qo'shimcha qilib ketaman. O'zi javob berib oryapsiz. Yana bitta asosiy sababi bor. Havo, karbon tangidrid ko'payib, havo isyapti deyapsiz-ku. Bu narsa burun shilliq qavatida o'zgarish olib keladi. O'zgarish burun shilliq qavatida misol nisbatan burun ichida quruqlik paydo bo'ladi. Nafas olayotgan havomizni ilitib, isitib, anaqa qilib berishga, namlab berishga kuchi yetmay qoladi shilliq qavatda va siz aytayotgan o'sha baryer buzilib, ichkariga o'tirib qoladi allergenlar. Bu narsa allergenlar o'tirib qolib, allergiyani kuchayib ketishiga sabab bo'ladi. Mana bu gapingiz juda ham bir argumentni gapda. O'shaning uchun bor mana shunaqa sabablar. Haqiqatdan ham. Keyin yana bitta narsasi bor. Allergiya bo'lish sababi yosh bolalarda boshqacha, katta odamlarda boshqacha. Men shu savol bermoqchi edim. Yosh bolalar masalasi eng aktualda. Chunki ota-onalar o'zi kasal, hozir bugun ham ikkita bemorni olib kelishdi, aniqroq 3 ta farzandni olib kelishdi. Bittasida yengil holatda ekan, ikkitasini ko'rdik. Otasida ham allergiya bor va 3 ta farzandi bo'lsa, uchalasi ham o'g'il. Atopik dermatit belgilari bor hammasida. Katta farzandlarida u darajada emas, juda ham yengil daraja, faqat qovoqlarida, tirsaklarida yengil, u ham qaysidir mahsulot yesa kuchayib ketar ekan, lekin kichkinasida teri quruq, ayniq atopik dermatitga xos yallig'lanish, terida, tirsaklarda, bo'ynida, chov sohalarida harakat bo'ladigan joylarda kuzatilyapti va atopik dermatit anamnezida, ya'ni yuqorida aytganimizdek, genga bog'liqligi aniqlanyapti. So'ragan, haqiqatan otasida allergiya bor. Lekin onasi olib kelgan bolalarni bolasi uchun kelyapti. Otasi nechidir yillardan beri kasal. Hali bu haqda gaplashamiz. U depressivan olib yuradigan bemor. Kim olib kelishim qiyin deb tushuntiryapti. Bir olib kelishim kerak ekan, rosa qiynalib yuribdi deb ayoli aytayapti o'sha bemorda. Bolalarini olib kelgan ayol kishi. Ya'ni bolalarniki baribir xohlaymizmi yo'qmi aktualroqda. Qaysidir savolga javobiga kimdir internetdan hozir bizning podkastimizni ham tasodifan kimdir ko'rib qolsa ham katta ehtimol bilan farzandini sog'lig'i uchun qayg'urib izlagan bo'ladi-da, topib oladi-da. Shu uchun so'ramoqchi edim, nega bolalarda allergik kasalliklar ko'proq uchrayapti? Kimdir aytadi, sabablar ko'p, hattoki vrachlar tomonidan ham ilgari suriladi. Qay darajada asosli, hozir ochiq qilib olamiz. Keserva bilan tug'iladiganlar ko'payib ketdi, shuni hisobiga allergiyalar ko'payib ketdi. Yokida sun'iy ovqat bilan katta bo'ladiganlar ko'payib ketdi. Bizning davrimizda unaqa narsalar yo'q edi, hozir ko'payib ketdi. Har xil sun'iy bo'tqalar chiqib ketgan, mana allergiyaning sababi deyishyapti. Yokida ekologiya buzilganligi, ovqatlarning tarkibi, sabablar juda ham ko'p. Qay darajada bu fikrlar asosli? Bitta qo'shimcha qilmadingiz-da. Siz o'zingiz allergolog ekansiz. Bolalaringiz allergiyaga chalinmasligi uchun nima ishlar qilyapsiz deb so'ramadingiz? O'zim ham qo'rqaman. Qizimni Oyshamni allergiya bo'lib qolishidan o'zim ham qo'rqaman. Har doim
Shu tug'ilganidan boshlab mana hozirgacha har kuni bitta vazifa. Shu mamnaqa qilasan. Nima bo'lsa ham shu allergiya bo'lib qolmasin. Harakat shunga. Demak, nimaga? Chunki bolalarimiz albatta ko'zimizni qorachig'i, rayhonlarimiz, bolaga qaraymiz, qiziqamiz, boshqa narsa. O'zi bolalarda allergiya bo'lishligini birinchi bular aytganlarki, hozir kasallik agar atopik dermatit masalasida oladigan bo'lsak, birinchi o'rinda atopik dermatit albatta gen suradi, albatta genetik anaqa bilan o'tadi, onadan bolaga o'tadigan holat. Bundan tashqari ham bolalar bo'lib qolish ehtimoli bor allergiya. Birinchi o'rindagi sababi o'sha chilla davri. Endi homiladorlik davrini ham anaqa qilishadi, bog'lashadi ko'pincha allergologlar. Homiladorlik davrida sitrus mevalar yegan, boshqa narsa qilgan, u bo'lgan, bu bo'lgan. O'sha homilador ayoldagi gormonal buzilish bilan bog'liq bo'lgan narsa. Homilador ayol estrogen, progesteron nisbati buzilsa, DAO fermentining faolligi pasayadi, gistamin ko'payadi, gipergistaminemiya onada ham, bolada ham allergik reaksiyaga sababchi bo'lishi mumkin. O'shaning uchun onaga nima qilish kerak? Polnotsenniy ovqatlarni yeyish kerak, gormonal narusheniyani to'g'irlash kerak, все. Ya'ni homiladorlik davrida giperallergik mahsulotlarni cheklash tug'ilajak bolada allergiya rivojlanishini kamaytiradi demoqchisiz. Yo'q. Ana shunaqa demoqchi emasman. Именно eng to'g'ri joyiga. Agar o'rnimda jurnalist bo'lganda nima o'tib Ha, ana. Endi mana bunaqa narsa. Mana homilador ayol. Ko'pchilik aytadi, sitrus meva yemagan, palon yerli narsalar yemagan, shokolad yemagan, boshqa narsa qilmagan. Nimaga desa, ertaga bola allergik bo'lib tug'iladi deydi. Biza bu yoqda to'g'ri miqdorni bilmayapmiz. Bor bemorlar, buni o'zingiz ham 3 kilo mandarin yeb keladi oldingizga. Yo'taladi. Nima qilding? Nimadan boshlandi desa, mandarin yedim deydi. Qancha yedingiz desa, 3 kilo yeb qo'yibman deydi. Demak, hozirgi paytda do'stim, mana bemorlarga siz yesangiz bo'ladi desiz, shunaqa 3 kilo olib yeydi. O'shaning uchun lutshi nima deymiz, sen yemay qo'ya qolgin. Ha, senga mumkin emas deyiladi. O'zi aslida qanaqa? O'zi oz-ozdan kerakli dozasida bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. U iste'mol qiladigan limoni, u iste'mol qilinadigan mandarini, banani yoki bo'lmasam pishlog'i, yoki bo'lmasam dukkili mahsulotlar yoki yong'oqlar bolada qanaqadir allergik holatni keltirib chiqarmaydi. Biza normani bilmaymiz. Biz ayollarimizga yeyishing mumkin desa, turib oladi, har kuni kechqurun shokolad yeydi. Mana shu normami misol? Har kuni kechqurun shokolad yeydi. U ruxsat oldim deydi. Yo'q, baraka topkur, shokolad, gistamin liberator, shokolad ichi to'la gistamin o'shani. Siz yeysiz, agar sizdagi DAO fermentingiz normal bo'lsa, uni kuchi yetsa, uni parchalaydi, sizda qanaqadir toshma nimadir holat bo'lmaydi. Homiladorlarda o'zi shu DAO o'zi yetishmovchilik bo'lib turibdi tabii. Ular uni o'lgan ustiga tepgan qilib ko'p yeydi. Shokolad yeng deb aytmas kerak, aytganda ham bitta plitkachasi bor-ku deb tasvirlab berish. Uning uchun, do'stim, uning uchun sizni kamida bitta 1 soat vaqtingiz ketadi-da. Lutch o'shaning uchun hamma erinadi. Sen yemay qo'yavergin, mana bunaqa bo'ladi deymiz, shu bilan qanaqa. Hozir juda yaxshi tushuntirdingiz. Hozir internetda, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p ilgari surishyapti, hammasi tushuntirishyapti. Misol allergiya bo'lishga yeyotgan ovqatlarimiz, yeyotgan produktlarimiz o'sha sitruslar, shokoladlar aloqasi yo'q deyishyapti. Lekin men tangani ikkinchi tomonini aytishmayapti-da, miqdorini Otizga rahmat. Bizada hech kim aytmayapti. Bemorlar o'sha joyini tushunmay qolyapti. O'sha Aytganingizdek, bo'ldi, ruxsat oldim, yeyishim kerak ekan deb har kuni mayli 2 kilo 3 kilo yemasan, lekin davomli har kuni 2 ta 3 tadan sitrus meva yeyveradi. Kerak bo'lsa, ana deydi. Bitta allergologga bordim, u shunaqa umumiy qat'iy strogiy dieta aytdi. Siz ham dieta aytasizmi deb keladi. Xuddiki dieta aytmayman men desangiz, u qoladida sizni ixlos bilan eshitadi. Shunaqa shu darajada dieta parhezga rioya qilishdan bezor bo'lib ketgan bo'ladi bemorlar. Dieta qilmasdan tuzatadigan istaydi. Chunki qisqa kursga dieta qilish chidasa bo'ladi, lekin uncha-muncha odam qo'lidan kelmaydi. Ayniqsa u homilador bo'lsa, unga kerak o'sha narsa. Talab qiladi organizmi. O'zi uchun emas, yana bir organizm uchun yeyish kerak bo'ladi. Yoki emiziklik davrida ham yeyish kerak narsani olib qo'yib qaynatilgan guruch bilan qaynatilgan kartoshkani 1 kun yer, 2 kun yer, qachongacha chidaydi. Shu uchun ular istaydi mana shu narsani ochishdi. Mana shu podkastda qaniydi niyatimiz shu
tushunib olishsa, gistamin liberator ya'ni nima, allergiya nima, qachon, qancha yeyish kerak degan. Endi jahlim chiqdi. Menga vaqt beringlar-da. Mana hozir homilador ayol, chaqaloq, misol uchun 40 kunlik chaqaloq alohida, 2 yoshgacha bolalar alohida, 7 yoshgacha alohida, o'smir alohida, yosh katta odam alohida. Mana shularning hammasini podxod har xilda. Allergiya bo'lmasligi uchun. Hammasida podxod har xil. Bittasini aytib qo'yib, hammasi uchun shunaqa bo'ladi deyishimiz noto'g'ri. Chunki mana shu yoshlarda o'rtoqlar immunitet razni ishlaydi, har xil ishlaydi. Tushunasizmi? Juda nozikda. Misol uchun, allergiyani bodom bilan davolasa bo'ladi-da, misol. Allergiyani yana anaqa qilib ketmanglar, bitta bodom chiquvdi-yu, 7 tadan beradi. Yantoq bilan, asalari emas, asalarini anaqasi bor. Bipalen deydi. Nima deydi? Changi bor-ku. Propolis bor. O'sha propolis bilan ham davolasa bo'ladi. Bu haqda o'zim izlab ko'rgandim. Ha, rosa janjal bo'ldi o'shanda. Skops bazasida chiqqan. Yo'q. Mana shuni men esimda bordi. Propolis bilan davolasa bo'ladi deyaptilar. Bitta anaqa chiqyaptilar-da. O'shaning uchun anafilaktik shok bo'lgan holat bo'lgan menda deb aytayaptilar. Men yana qaytaraman. Mana bu yosh kategoriyasi. Ma'lum bir turi bor, o'sha turiga ishlatsa bo'ladi. Boshqa turiga umuman mumkin emas. Ko'pchilik bemorlar gapingizni bo'ldim, tushunishmaydi. Tibbiyotda individual yondashuv. Voy, Siz Instagramga video qilasiz-ku, bolalarga moslab video qilasiz, katta ko'radida o'zini tasavvur qiladi. Ya'ni unga qaysidir narsa mumkin bo'lmasa yoki mumkin deb qo'yilsa, o'ziga ko'radi. U katta odam, bu bola uchun aytayapti degan narsa ham bor-da bu yerda. Demak, homilador ayolni nima qilishimiz kerak? Homilador ayol birinchi yaxshi akusherka, yaxshi ginekologga uchrashsin va o'zini homiladorlik kechuvini normallashtirsin. Unda vitamin yetishmovchiligi bo'ladi, unda toksikoz bo'ladi. Shunga o'xshash holat. Mayli, uni hal qildik, mayli, qisqaroq qilaydi. Bola tug'ildi. Keserva bo'lishligi boshqa. Bola tug'ilgan paytda, mana jinsiy yo'llardan tug'ilib kelgan paytda, o'sha jinsiy yo'ldagi shartli patogenlar bilan organizm immuniteti kurashadi. Bola tug'ilgan paytida bolaning immuniteti shunchalik programmalashtirilganki, tashqaridan keladigan har qanday agentga nisbatan xo'p bo'ladi deb javob berasan deydi immunitet. Tasavvur qiling, men immunitetman, men immunitetda askariman, qo'limda avtomat kalashnikim, hamma narsam bor. Kelgan eshikdan kirgan har biriga assalomu alaykum, marhamat, joizman bu deb men o'tirg'izaman. Hech qaysini otib tashlamayman. Yangi tushgan kelin. Har qanday holatda, xuddi shunaqa, har qanday holatda men xo'p bo'ladi deb kirgizishim kerak. Nega? Chunki bola tashqi muhitga tushdimi, u tashqi muhitga moslashishi kerak. Siz yangi institutga, o'zingiz bolaligingizda, men misol uchun sinfdan sinfga sakraganman. Kirib borgan paytingizda 30 ta hamma begona odam, hamma begona bilan yaxshi muomalada bo'lasiz. Agar o'sha joyda har bittasi bilan agar urushib chiqadigan bo'lsa, sizni o'ldirib qo'yadi. Immun tizimi ham xuddi shunaqa. Bolaning immuniteti, bola chaqaloq tug'ildimi, tashqi muhitdan keladigan har qanday javob reaksiyasiga tolerantlik bilan javob beradi. Tolerantlik deganda bitta tushuncha bor, rezistentlik degan tushuncha ham bor-da. Есть resistentность, есть tolerantность. Shuni ko'pchilik bir xil narsa deb o'ylaydi. Tolerantlik bu chidamlilik deydi. Chidamlilik bilan tolerantlik o'zi, tolerans bu tolerans ekan, nemischa so'zdan olingan ekan. Sabr degani bu. Sabr bilan chidamlilikning farqi bor. Chidamlilik bu noilojlikdan bo'ladigan narsa. Qachondir yoriladi u. Sabr, siz misol uchun kimnidir urush qo'lingizdan keladi. Unga kuchingiz yetishini bilasiz, lekin uni qilayotgan qilig'iga siz sabr qilasiz. Chidamlilik nima? Siz unga kuchingiz yetmaydi, siz uni hech narsani bilmaysiz, prosta chidab o'tirasiz, boshqa ilojingiz yo'q. Sizda boshqa vыбор yo'q. Tolerantlik boshqacharoq. O'shaning uchun immun tizimi, bolaning immun tizimi tolerant, tashqaridan bakteriya keladimi, virus keladimi, o'shaning uchun ham chilla davri deymiz. Bolani chilla davrida iloj boricha o'tirg'izgan. Nega? Chunki ana o'sha erta bolalik davridagi infeksiyalar juda ham xavfli hisoblanadi. Tuberkulyoz, brutselyoz, shunga o'xshagan og'ir boshqa infeksiyalar ham erta bolalik davrida juda ham xavfli hisoblanadi. Ulardan saqlab turish kerak. Albatta saqlab turish kerak. Keyin, demak, birinchi bo'lib o'sha bola tug'ilayotgan paytda, onani tug'ruq yo'llaridan o'tayotgan paytda, onani jinsiy a'zosidagi hamma bakteriyalar uni tanasiga tushadi. Uni immun tizimi bakteriyalar bilan hisob kitobini boshlaydi.
Bizani immun tizimimiz o'rtoqlar shunaqa yaratilgan, shunaqa tuzilgan, u hech qachon dam olmaydi. U hech qachon, даже chumoli ham dam oladi, lekin bizani immun tizimimiz hech qachon dam olmaydi. U doim tanish, tanlash va o'ldirish bilan band. Bizani o'zimizda biz hozir siz bilan mani immun bizani makrofaglarimiz, bizani natural killerlarimiz, boshqa T hujayralar retseptorlarni tekizib, bu hujayra yaxshi, bu hujayra yomon deb sortirovka qilib, rak bo'lib qolgan hujayralarni o'ldirib, boshqa narsa ishlaydi u. Ertadan kechgacha ishlaydi. Bola tug'ildi, immuniteti o'sha tashqi muhitga moslashishi kerak, sraz ishlashni boshlaydi, sortirovka boshlanadi. Keserva bo'lgan paytda mana shu birinchi jarayon bo'lmay qoladi. O'shaning uchun keserva bilan tug'ilgan bolalarda allergiya bo'lish ehtimoli ko'proq deyiladi. degan gap bor. Bu ham lekin tadqiqotlarda 100% hammasi olib keladi degan xulosaga olib kelmaydi. Ya'ni buni qaysidir ma'noda mif desak bo'ladi, xato fikrlarga. Chunki o'sha mayli onada keserva bo'ldi, oldi, onada bar onani emadi, bar shu tashqi muhitni oladi. Bu juda ham katta не имеет значения demoqchiman. Ya'ni siz bolangizni keserva qilsangiz, hamma bolangiz 100% allergiya bo'ladi demaymiz. Allergiya bo'lish ehtimoli bor deymiz. Qanchadir foizga oshirib berishi mumkin. Unda ham chaqaloqni to'g'ri parvarish qilib, to'g'ri yedirib, to'g'ri ichsa allergiya bo'lmaydi. Sun'iy ovqatlantirish keyingisi. Sun'iy ovqatlantirish. Demak, shu biza Sababi bormi? Rostdan ham allergiyaga olib keladimi deb ko'pchilik qiziqadi. Ayniqsa tabiiy emdirgan allergiyasi yo'qolib ketadi deyish mumkin yokida sun'iyga o'tkazmasang allergiya nima deydi? Har xil sabablar bor-ku. Kimdir ayirib tashlashi mumkin sutdan, suting allergiya berdi deb. Sun'iyga o'tkazishi mumkin. Ikki xil fikr bor. Kimdir shuni yoqlab chiqadi, kimdir taqiqlab chiqadi. Biza Moskvada o'qishda bo'lganimizda shu 7 kun bitta tema aylandi-da faqat. Shu imенно tolerantlik. Qanaqa qilib bolada tolerantlik shakllantirish mumkin? Sun'iy ozuqalarga keladigan bo'lsak, sun'iy ozuqalar o'zi aslida tolerantlikni shakllantirish uchun juda zo'r vosita. Ichida juda ko'p oqsillar bor, ichida juda ko'p allergeni bor. Sun'iy ozuqani lично men o'zim bolalarga allergiyani oldini olish uchun berdiraman ota-onalarga. O'sha taktikamiz o'zgardi. O'qish, o'rganish, yangi ma'lumotlarni olganingizdan keyin hisobini olsangiz, hozir ikkalaylar ham hayron. Va hamma ham hayron o'zi, ko'pchilik aniq qiladi. Sun'iy ozuqa qarang. Sun'iy ozuqa allergiyani oldini oladi. Qachon? Siz sun'iy ozuqa bilan tabiiy asid qilsangiz, ya'ni siz oz-ozdan kamida 4 mahal berishingiz kerak bolaga. Ya'ni maqsadli berish kerak. Bu degani sutni o'rniga alternativ sifatida foydalanish emas. Sut emib turibdi, shunchaki tanasini sekin-sekin tanish uchun 6 oygacha, endi 6 oygacha bo'lgan bolada boshqa narsa berib bo'lmaydi-ku. Berib ko'rishing mumkin. Shu ham hali ko'ngling bo'lmayapti. Farzandingda allergiya bo'lmasligini istasang, mana shu bilan nimadir chora qilib tur, lekin sutdan ayir degani emas. Hozir bu gapni noto'g'ri tushunib. Yo'q, mana az davomini siz meni oxirigacha eshitmayapsiz. Davomi bor bu gap. Endi qarang. Sun'iy ozuqalarni oz-ozdan 4 mahal bersiz, tolerantlik chaqirasiz, bola allergiya bo'lmaydi. Allergiya bo'lish ehtimoli tushib ketib qoladi. Agar hozir aytayotganingizdek, bolam qorni to'ymayapti, ora-orada kechqurun berib turaman, почти 90% aholimiz shunaqa qiladi. Bolam qorni to'ymayapti deydi, kechasi berib turadi. Bir kunda bir mahal, bir kunda 2 mahal palapartish sun'iy ozuqani berishlik bolaga, bolani albatta allergik qiladi. Keyin bu yerda bitta narsa bor. Shirin bo'ladi ko'pincha sun'iy bo'tqalar. Ona sutiga nisbatan shirin bo'ladi va bola ham shirin narsani keyin injiqlanib talab qila boshlaydi bir marta ta'mini ko'rgandan keyin. Ayniqsa shokoladni nechadir yoshgacha bermasang, shokolad ta'mini umuman sezmasa, u har safar shirinlik uchun janjal qiladigan darajaga chiqmaydi deyiladi-da. Bor narsa bu. Lekin smes bilan o'sha sun'iy bo'tqa bilan asid qilishni uringan odam sutdan ayirib qo'yish ehtimoli ham bor. U joyda ham nyuansi bor. Mana ba'zi bir endi smeslarning nomini aytmaymiz, juda shirin emas. Keyin suvni ko'proq qo'shsa, suyuqroq qilib bersa, shirinligi kamayadi. U bemalol ishlataveradi. Maqsad bolani nima qilsak ham allergik qilib qo'ymaslik. Chaqaloq keladi oldingizga, mana onasi nimadir yeb qo'ygan bo'ladi, toshma toshadi yoki bo'lmasa 7 yo 8 oylik bola o'sha yeyishni boshlashi kerak. U hech narsa bermasdan ushlashimiz. Uni immuniteti kutib turibdi, qani kim keladi? Men bag'rimni keng qilib, men unga tolerantlik bilan javob beraman deb kutib turadi, lekin unga hech narsa kelmaydi-da. Vdrug 2 yoshda
bolani immunitet уже ancha joyiga kelib olib, men seni taniydigan bo'lib, yaxshi avtomat otishni o'rgangan immunitetga bitta baliq berasiz, cho'tka allergiya bo'ladi. Oldin ko'rmagan. U aytadi, "Sen deydi baliq qayerdan kelib qolding?" deydi. "Men yoshligimda seni ko'rmaganman. Oldin kelganda men seni xo'p bo'ladi deb o'tirg'izardim. Endi kelyapsan, kechirasan, men senga qarshi urushaman" deydi. Allergiya bilan javob beradi. O'shaning uchun juda kuchli diyeta, juda kuchli palapartis diyeta o'rtoqlar allergiyaga sababchi bo'ladi. Bu paradoks. O'shaning uchun biza nima qilishimiz kerak? Yosh chaqaloq yana bitta joyi bor. Shuni ham aytib ketay. Bolalarda allergiya bo'lishligi o'sha allergenlarni og'iz orqali emas, teri orqali o'tishi. Uni chang bo'lib o'tishi. Bo'lgan holatlar, misol uchun mushukdan allergiyasi bor. Buvisi mushuk o'ynab kelib bolani o'padi, bolada toshma toshib ketib qoladi. Bunaqa holatlar bo'lgan. O'shaning uchun biz aytamizki, bolani iloji boricha terisini sof saqlashimiz kerak va o'sha birinchi 40 kunlik chaqaloqlik paytida iloji boricha o'sha chillasini qilish kerak. Ya'ni tashqi muhit bilan, chang muhit bilan, iflos muhit bilan kontakt qilmaslik kerak. Ertalabki sayr, misol uchun quyoshga olib chiqishlik, yorug'likka olib chiqishlik. Men gapimni neytral qabul qilishlarini so'rayman. Bu chilla qilyapti deb o'rab tashlash kerak emas. Bu quyoshga olib chiqish kerak deb soat 2 da quyoshda o'ziga olib chiqib qo'yish kerak emas. Neytral. Baribir nisbiy aytyapsiz-da, saqlab turish kerak. Da. Misol, sizni bolangiz bor. Gapingizni bo'ldim. Sizda ozgina joyingizda o'sha chilla degan joyingizda eshitib qolib, keyin sizga noto'g'ri fikr eshitgan odamda noto'g'ri fikr uyg'onishi ham mumkin. Misol, bular faqat chillani zo'r gap, zo'r masal bor-da, shu Masnaviyda kelgan. Aytib beraymi? Yo shart emasmi? Bitta ayol ikkita mushti erkak bilan yurar ekanda, podshoh bilib qopti-da. U ayolni endi o'ldirmoqchi ekan. Shunda ayol problema bilan ketursa, bitta talib ilm ko'rib qopti-da, "Ha, nimaga muammodasiz?" desa, "Shunaqa podshoh hukm chiqaribdi, meni anaqa qilmoqchi" desa, "Mundoq turibdi-da. Siz podshohga borib ayting. Bitta odamga 3 taga uylanish mumkin, 3 ta bilan yashash mumkin" deb palon domla aytdi deb aytasiz debdi. Keyin, "U nima bo'ladi?" desa, "Siz shu joyini eshitganman, keyin tualetga ketib qolganman" deb aytasiz deydi-da. Bu bilan Rumiy nimani tushuntirmoqchi? Rumiy aytmoqchiki, bitta masala bo'ldimi, bitta gap bo'ldimi, iltimos boshdan oxirigacha eshit. Ma'lum bir atrofini olib, o'sha joydan o'zingga nimadir xizmatdir yurma. Boshdan oxirigacha eshit deydi. Juda bir qiziqda, men bizning meditsina uchun juda ham to'g'ri keladigan holatda. Misol uchun ko'p ishlatasiz antibiotikni. Bitta beta-laktamni ishlatsangiz effekt berib qolsa, tamomda. Palon buni zo'r effekt bitta ishda yaxshi bo'lib qoldi. Men o'zim misol uchun problema bo'lsa 3 kun problemada yurdim. Bitta beta-laktam, bitta tabletka ichdim, ertasi kuni hech narsa yo'q. O'zi antibiotik terapiya 5 kun, 7 kun. Misol. Lekin ba'zi bir bemorlar keladi, voy, makrolitlardan ichadi, sefalosporinlardan 4-gruppasini ham ichadi, antibiotiklarga ham oladi, lekin unga hech narsa bo'lmaydi, effekt bermaydi. Har bittasi uchun boyatiz individual. Hamma shuning uchun sabr bilan fikrni oxirigacha eshitib, anaqa qilish kerak. Mayli shu chaqaloqga qaytadigan bo'lsak, shu iloji boricha teri orqali kontakt bo'lishini oldini olish kerak. Ana shunda bolada allergik reaksiyalarning ehtimoli kamayadi. Va har qanday mahsulotni, mana pediatrlar aytardi, 4 oydan deb. Biz ko'proq 6 oydan deymiz. O'sha tuxumni 4dan birini sarig'ini berish kerak, tuxumni oqini berish kerak, boshqacha. 4 oylik bilan 6 oylikda o'zgaradi oyi. Endi o'rtacha 6 oylikdan boshlasa ham ota-onalar ancha shakllangan bo'ladi, risk kamroq bo'ladi, oz-ozdan berish kerak. Oz degani bu bir qoshiq shu ham. Ozni ham hamma aytadi, bir kosani oz deydi, kattaroq. O'shaning uchun eng yaxshisi o'sha o'zingizning maxsus shifokoringizga borasiz yoki allergologga borasiz va aytasiz, hech kim yo'q bunaqa bemor hali kelgani yo'q, soppa sog'lomda. Menga aytgincha qani allergiya bo'lmasligi uchun men nima qilishim kerak degan savol beradigan odamlar yo'q. Yo'q, u allergiya bo'lgandan keyin yo'qotib yuborsa bo'ladimi deyshadi. Birovi shuni qutulib yuborsa bo'ladi. Endi sizga zo'r savol.
boshida bu aytdingiz, oxirigacha qilmas. O'zingizni farzandingizda allergiya bo'lmasligi uchun nima qildingiz? Sana bering, bir o'zingiz ishongan yoki xato qilgandirsiz balki, berib qo'yib allergiya berib yuborgan holat bo'lgandir. Chunki siz aytdingki, men o'zimda bo'lgan voqeani aytaman. Chunki allergologimiz boshqalarga nisbatan eng qo'rqadigan bizda allergiyadan. Chunki ko'rib-yuribmiz, nimadir giperallergik mahsulot, o'zi mumkin bo'lmagan mahsulot, lekin berami yo'qmi hali bilmaymiz, lekin shuni qarab turasizda, yegandan keyin kuni bo'yi e'tibor qilib yurasiz, shu bermadimikan, boshqa bo'lmadimikan. Bemor savol beryapti-da. Doktor, siz lorsiz, sizni bolalaringiz umuman shamollamasa kerak. Aslida bilmaydi deydi-yu, orqa fonda nima olib olishini. Aslida qo'shimcha qilib ketay. Aslida vrachlarni, doktorlarni, tibbiyot sohasida ishlab yurgan odamlarni bolalarida o'zlarida ko'proq kasallik bo'ladi yoki eng og'ir shtamplari, juda ham ko'p shtamplari yo'qib, og'irroq kasal bo'ladi. Uni bemorlar tushunmaydi. Bizga ham oson emas. Misol uchun sizdagi infeksiya keladi, bizaga o'tiradi. Misol uchun bir kunda 20 ta bemor ko'rsangiz, 20 ta infeksiya sizga mix bo'lib o'tiradi-da. Keyin immunitetimiz baribir xohlaymizmi yo'qmi? Bizning immunitet ancha shifokorlarda, tibbiyot sohasida immuniteti kuchli bo'ladi. Yaxshi uxlasa. Ko'proq topishim kerak, dejurdan chiqib dejur ketmasa, chunki ko'proq kontakt bo'ladi-yu baribir. Immunitet yaxshi shakllangan. Maza qilaman lekinchi. Kasallik qachon bo'ladi zo'rayib ketadi? Juda ham kuchli yoki titri ko'proq yo'qib qo'yganda. Endi savolni davom ettiring, javob bering siz. Nimalar qildingiz? Ha, shu o'ylayapman boyadan beri nima qildim deb. Mayli sanang, esingizda bor. Xo'p, Qanchadan boshlab qo'shimcha o'tkazdingiz? Mayli, men sizni yo'naltirib turaman. Endi tug'ilganida 2022 tug'ilgan kattam. Qo'shimchalarga 6 oyligidan boshlaganmiz. 4 oyligidan shaxsan o'zim o'sha yeyotgan ovqatimni qoshuqda shunday labiga tekizib qo'yardim xolos. Просто labiga tekizaman bo'ldi. Uni berish, yedirish. Hozir kichkina ham sal ishtahasi yomonroq. U hamma narsani yeb ketaveradi, lekin kattaga qattim turdik. Mana shu birinchi o'rinda bolani boya aytganimdek immunitetini shakllantirish, uchrashtirish allergenlar bilan. Ya'ni 1911-yil birinchi bo'lib boshlangan dixlor benzolni dengiz cho'chqalariga inyeksiya qilishgan. Dengiz cho'chqachasida anafilaktik shok bergan. Keyin uni ovqatiga qo'shib berishgan. Bir tur dixlor benzolni. Keyin u dengiz cho'chqalarini 2 haftadan keyin o'shani inyeksiya qilsa anafilaktik shok bermagan. Ya'ni bizda peroz har doim tolerantlik rivojlanadi. Ya'ni organizmga og'iz orqali kirayotgan narsalarga organizm doim tolerantlik bilan javob beradi. O'shaning uchun og'izga tekizish. Siz olma yeysizmi, siz nok yeysizmi, meva-chevalar, chaqchuqlar, boshqa narsalar, ovqatlar, o'zimiz kundalik hayotda iste'mol qiladiganlarimizni shuni og'ziga tekizib qo'ydik birinchi etapda. Bu narsa misol uchun bir kunda bir marta bo'ladi. Esga tushganda yoki bo'ladi. Bola 6 oylik, 7 oylik bo'lgandan keyin kanishni simesga o'tdi. Albatta simesga o'tgandan keyin ham albatta har qanday ovqat berilgan paytda, yangi ovqat berayotgan paytda bolamga albatta bifidolakta normlarni berdim. Probiotiklarni berdim. Chunki nega? Har bitta savolingiz soatlagan javobda. Mayli, tushundim. Endi hammada mukazal immunitet haqida anaqa do'stim gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sizni mukazal immunitetingiz, sizni shilliq qavatingizdagi, oshqozonchagingizdagi bakterial flora normal bo'lsa, sizda hech qachon allergiya bo'lmaydi. Bu narsaga javob. Kimda qanaqa turdagi allergiya bormi? Albatta uni shilliq qavatidagi bakteriyalar aybdor. Chunki boyagi immunitet aytdim-ku, avtomat olib o'tiradigan immunitetni regulirovka qiladigan narsa bu oshqozondagi bakteriyalar. Va u bakteriyani eng asosiy tug'dirib beradigan, o'sha bakteriyalarni o'stirib beradigan narsa ona suti. O'shaning uchun biz jo'vraymiz. Ona sutini ichmagan 3 dan 1 bolada albatta allergiya bo'ladi deb biz aytamiz. Maloziva yana. Mayli. Men nima qildim? Shunaqa ovqatlarni berdim, qo'shimchalarni shunaqa qilib berdik. Keyin shamollagan paytda to'g'ri lecheniya qildik. Birinchi kunda antibiotik berilmadi. Sabr qildim, qattiq sabr qildim, lekin qiyin bo'ladi. Ayniqsa, как раз o'sha payt men
o'qishga borishim kerak edi. Endi aytib beraman, juda qiziq voqea-da bu. Shunda qo'lim tegib ketdi bolam peshonasiga. Ertalab ketayotganingizda endi har doimgidek o'sha baxtli oilani yoqa olasiz. Ishga borgingiz kelmaydi, lekin turasiz. Albatta bolangizni bitta ushab, o'pib, keyin ketasiz. Shunda peshonasini shunday ushadim, kiyinib olganman o'sha. Yonib yotibdi. Sразу знал, что 39. Dedim, marli oldim, natiraniya qildim. Bolam o'ynab yotibdi. 5 minutdan keyin tushdi. Bo'ldi, endi ketaman deb turib. Shunda qarasam, yana 39 isitma. Xullas, bir kunda 9 marta isitma chiqdi shunaqa qilib. Men futoch esimda bor, chunki studentlar ham ko'p so'raydi bu narsani. Yo'q, ishga bormadim o'sha kuni. Yo'q. Yo'q, chunki men asoratini bilaman. Baland temperaturani bitta va yagona yomon tarafi bor. Moyilligi bo'lgan, nerv sistemasi yaxshi rivojlanmagan, elektrolit almashinuvida muammo bo'lgan, GMKda muammosi bo'lgan, kalsiy, magniy mikroelementlarda muammosi bo'lgan bolalardagina sudurgi beradi. Men bolamda sudurgi berib qolishi mumkin degan xavotir bo'ldi. Lekin u bitta minusda, lekin temperaturani immunitet uchun 10 ta foydasi bor. Men 10 ta foyda bilan bitta minusni qo'ydim-da, bolamga suyuqlik ichirib, tinmasdan suyuqlik ichirib, natiraniya qilib qarab o'tirdim. Даже paracetamol ham qo'yganim yo'q. Isitma mavzusida podkastimizda ko'rmoqchi bo'lganlar ular olsa bo'ladi, ko'rishsa bo'ladi. Bafirchiga. Nimaga bu gapni aytyapman? Chunki immun tizimi mana bizning makrofaglar infeksiyani tanigandan keyin interleykin 1 chiqaradi. Yana boshqa interleykin sitokinlari bor. Men bundan darslar ham qilganman. U gipotalamusga borib temperaturani ko'taradi. Makrofag o'zi yalang'lanish jarayoni tugagandan keyin oxirida interleykin 10 chiqaradi. U interleykin 10 borib interleykin 1 ni ham bloklaydi. Buyrak usti bezdagi kortizolni ham chiqarib, ya'ni organizm o'zi boshlab bergan vaspaleniyani, yallig'lanishda temperaturani o'zi tugatadi. Bola birinchi marta kasal bo'layotgan paytda, birinchi kunni o'zidan noto'g'ri lecheniya bilan qanaqadir GKSlarni, gormonlarni qo'llab qo'ysak, do'stim kechirasiz, lo'rlar voy, bekor aytib qo'ydim mana shuni. Ko'pchilik shifokorlar sevadi deksametazonni. Voy, bolamni isitmasi tushmayapti desa, sразу kapelni osmaga albatta gormon qo'shiladi. Men hayron qolaman. Men ochiq oydin kelinglar, bir gaplashib ko'raylik. Fizrastorga qo'shasiz deksametazonni, qo'shasiz dimidrolni, qo'shasiz analginni, qo'shasiz noshpani. Shunaqa kapelnitsa kimga va nima uchun kerak va nimaga qilishadi? Ko'p o'ylayman shu narsani. Tez yordamda ham qo'llashadi-da bu narsa. Chunki analgin o'zi NPVS, SOK2 ni bloklaydi. Deksametazon ham xuddi shuni bloklaydi. Dimidrol bo'tga nima uchun kerak? Endi sedativ ta'siri bor deb balki ishlar qo'shsa kerak-ku. Noshpa endi gapirsa gap ko'p. Xullas, mana shunaqa preparatlar bilan birinchi yallig'langan paytida, bolada birinchi muammo bo'lgan paytda noto'g'ri lecheniya allergiyaga qadam. Chunki organizm immuniteti infeksiya bilan kurashyapti va infeksiya bilan to'g'ri kurashishni o'rganish kerak. Bitta noto'g'ri qadam T helper 1 yo'nalish bo'yicha ketayotgan immun javobni shuni T helper 2 ga o'tib ketib qoladi. Allergiyani kutaverasiz. Immunitetni normal ishlashiga biz shunchaki isitma 39 bo'lganda buzib qo'ymasligimiz kerak-da. O'zi shundoq ham ishlab yurgan narsa-da. U bittada tuzatib qo'yishni o'ylaymiz-da. Asosan ota-onalarning asosiy muammosi shuni bittada tuzalish kerak-da. Vaqt o'tib o'zi tuzaladigan bo'lgan kasalliklarni ham tezroq tuzatishni istashadi. Bilishmaydi, nojo'ya keyingi oqibatlarini tasavvur qilishmaydi. Menimcha tasavvur qilishsa, bu narsa avvalo tibbiy bilim, savodxonlik bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Albatta. Endi bu narsani hozir biz chiqib aytamiz, bemorlarga bolangiz 39 isitma qilsa uyingizda olib o'tiring demaymiz. Siz shifokor emassiz albatta. Men endi bolamda umumiy boshqa intoksikatsion belgini ko'rmayotgandim. Holsizlik, boshqa narsa yo'q edi, lanjlik yo'q edi. 3 kun temperatura qildi, 3-kundan holsizlik boshlandi. Ya'ni umumiy intoksikatsion sindrom boshlandi. O'shandan keyin protivirusli preparat boshladim. Menda ham o'shanaqa holat bo'lgan. Farzandimda isitma qilayotgan joyda ketma-ket isitma qilaverdi. Antibiotik berish kerak 3-kun bo'lyapti. Tushmayapti. Tushadi, yana ko'tarilib ketaveradi. Sabr qildik, 3 kun kutaylik, nazoratdamiz. O'zim o'sha oldi uydaman. Hattoki Amaxiclav antibiotikini olib kelib, eritdim men. Ketsin, ya'ni men uni nech puldir ekonom qilishni o'ylaganim yo'q. Eritdim, tayyorladim. Hamma narsa tayyor turibdi. U eritgandan keyin o'zi bo'ldi, ishlatish kerak. U yillab, oylab saqlab bo'lmaydi-da u narsani. Ushlab o'tirdim.
bugun agar hozir yana ko'tarilsa, uxlab turgandan keyin turganda yana isitmasi chiqaversa boshlaymiz dedim. Yo'q, chiqmadi. Naqadar to'g'ri ish qilganimni va o'zim kasbim haqiqiy amaliyot o'zim farzandim bo'lgan ilk bo'ldi. To'g'ri ish qilganim, to'g'ri yo'lda ekanligimni his qildim va haligacha boshqa bolalar bilan taqqoslaganda immunitetini ayniqsa isitma qilganda chidamliligini ba'zan taqqoslaymiz-da. Shu qilgan ishlarimdan bo'lsa ajab emas deb ichimda biroz xotirjamlik bo'ladi. Mana shular. Birinchi marta bola kasal bo'lgan paytda birinchisida to'g'ri lecheniya qilib, to'g'ri anaqa qilinsa, bo'ldi, yog'i ketaveradi. Yana aytaman, takror etaman. Immun javob T helper birinchi tip, TH ikkinchi tip. T helper birda ketib turgan immun javob bu virusga nisbatan bo'ladi. Bitta noto'g'ri qadam shuni ikkiga o'zgartirib qo'yadi. Shu ikkiga o'zgarsa bo'ldi, bola allergiyaga qadam qo'ydi degani. O'shanaqa narsa bo'lmasligi uchun to'g'ri davo. Bu bitta sabab. Ikkinchi sabab ovqatlanishi. Uchinchi sabab o'zini tutishi. Bolamizni bir kunda 35 marta yuvintirmaymiz. Soskasini olib mamlaqa qilib tashlamaymiz. Birinchi sonimizda mana shu narsadan juda gaplashgan. O'rtacha demoqchi bo'lganim, o'rtacha odam qanaqa yashasa, xuddi shunaqa. Albatta, damashniy tovuq sotib oldim. Damashniy tuxum yeyishadi. Albatta. Albatta magazinga kirib, unaqa upakovkali narsalarni yeyish bizning bolalarimizga mumkin emas. Uni tarkibida ko'proq vaqt saqlash uchun har xil qo'shimchalar qo'shiladi. Saqlash kunini. Chunki bitta meva uyda pishirilsa ko'pga bormaydi-da, birdan mog'orlab boshqa, lekin u surogini ko'rsangiz oylab, yillab deydi. Kalbasa, sosiskalar mumkin emas. Bermaymiz bolamizga. Tayyorini beramiz. O'zi pishirib beramiz demoqchiman. Demoqchi bo'lganim, bola ko'proq tirik mahsulot yeydi, uyda qilingan ovqatni yeydi. Qolgani abishni. Yiqilib tushsa, yaxshi yiqilib tushding deyiladi. Og'ziga nimadir narsalarni solsa, borib yuvib tozalanadi. Gigiyena nazariyasi san allergiya bo'lmasliging kerak, toshdan loyda yumalab yurur demaymiz. San isqit bo'lib ketib qolding deb bir kunda 15 martalab yuvintirmaymiz. O'rta miyona. Shokoladni qancha yeyish kerak degan narsada bu yerda ovqatni qancha, dietani qancha qilish kerak degan me'yorda bilish kerak, Farzandimizga ozroq e'tiborliroq bo'lganmiz biz ham. Sal ko'proq menimcha qo'llarni yuvib qo'yganmiz shekilli, lekin sterilni saqlamaganman. Lekin ikkinchisiga og'ziga biron nima ko'chadan nimadir solsa, hozir ham dash kichkina hali, endi 2 yoshga to'lyapti. Biron nimani og'ziga solsa, borib og'zini ham yuvish yo'q. Tuflab tasha deymiz uzoqdan. Tuf deydi bu haqiqiy tolerantlik chaqiradi-da. O'sha. Bu eringanimiz uchun emas yoki boshqa narsa uchun emas. Shunchaki immunitet shakllanishini bilib tegmayman. Bolam tuflab yubor deyman, tuf deydi bo'ldi. Men bolam kichkinamga-da beraman-da, sanab o'tiraman. 7 deyman, o'sha qo'liga nima bering, ushab o'tiradi, 7 sekund ushlaydi, keyin og'ziga soladi. Bola nima uchun pilisos bo'ladi? Og'iz orqali peroz tolerantlik shakllantiradi o'sha narsada. Shu narsani hech kim hisobga og'izga sovuriladi. Voy, bola uchun normal holat. Bola tashqi muhitdagi narsalarni og'ziga solib ko'ryapti-da, sizga tolerantlik chaqiryapti o'zida. Chunki bolani tishini misol uchun ko'rasiz o'zingiz ham yosh bolada. Shunaqangi yarqiragan oppoq bo'ladi. Nima uchun? Chunki uni so'lagida lizatsim juda ham ko'p. Siz uni og'zida qanaqadir disbakteriyoz chaqirib ola olmaysiz. U tushayotgan infeksiyalar uni og'zida nimadir qila olmaydi, chunki lizatsimi juda ham kuchli bo'ladi. Bu narsani hech kim hisobga olmaydi. O'zi avaylagan ko'zga cho'p kiradi deb bekorga aytishmaganda, o'z holiga qo'yib qo'yish kerak. Bolalarni biroz erkinroq yashashiga, erkinroq o'sib ulg'ayishiga sizni bir qiz bor edi, postingiz bor edi. Imенно kuzataman endi. Bolalarni zooparklarga olib borish kerak. Shunga o'xshash ko'cha, qumlarga, qishloq. Juda zo'r narsa mana shu. Juda ham kerakli narsa. Men даже bemorlarimga ham aytaman. Yoz kecha ariqqa kirib cho'milganda ariqdan chiqib ana tuproqda yotgan deyman. Olish kerak, o'sha allergenlarni olish kerak. O'shaning uchun ham allergiya bu shahardagi bolalarning kasali. Nodir aka, keyingi savolimiz borda. Ko'pchilik bu shifokorlar tomonidan ham aytiladi va xalqimiz orasida ham bor. Allergiya, bolalarda bo'lgan allergiyani
yoshi o'tsa o'tib ketadi degan fikr bor. Ya'ni yoshga bog'liq o'tib ketadigan holatmi allergiya va qaysi turi o'tadi o'zi rostdan ham? Juda muhim savol. Demak, allergik kasalliklarning birinchisi bolada eng erta debyut beradigan atopik dermatit. Atopik dermatitni odatda organizmdagi buzilgan sistemalarni to'g'irlamagunimizcha o'zi hech qachon tuzalib ketmaydi. Odatdan 2-3 yoshga yetganda o'zi spontan remissiyaga tushadi. Mana 40 kunlik yoki bo'lmasam 3 oylik bola yoki 4 oylik bola atopik dermatit bo'ldi. Hech narsa qilinmaydi. O'zidan o'zi 2 yoshgacha takrorlanib yuradi, keyin yo'q bo'lib ketadi, remissiyaga tushadi. 11 yosh, 12 yoshda allergik rinit bo'lib bosh ko'taradi. Atopik mars boshlandi. Rinit bo'lib boshlab beradi. 13 yosh, 15 yoshgacha davom etadi. Balog'at yoshiga yetgandan keyin astmaga o'tib ketib qoladi. Atopik mars. Nima qilish kerak? Yechim nima desa, atopik dermatitni immun tizimida buzilgan nuqtasini topish kerak. Chunki atopik dermatitni patogenezi bir xil yo'nalishda emas. Faqat birinchi tip immunoglobulin E'ga bog'liq bo'lgan yuqori sezuvchanlik emas. U yerda 3-tip ham aralashib ketadi, 4-tip ham aralashib ketadi. Filagrin sintezi ham. Filagrin sintezi bu genetik nuqson deb oladigan bo'lsak, u ham misol uchun masala. Yoki bo'lmasam, demak atopik dermatitni marshi shu. Rinit holati qanaqa bo'ladi? Yosh bolada misol uchun rinit bo'lib qolsa, qisqa lo'nda qiling, allergiya hech qachon o'zidan o'zi tuzalib qolmaydi. Agar u allergiya bo'lsa, chunki hamma ham allergiya demaydi-da bu yerda. Allergiya tashxisini o'zingiz emas, vrach, allergolog tomonidan analizlar orqali tasdiqlangan bo'lsa, o'zidan o'zi o'tib ketmaydi degan gap ketyapti. Yana bitta narsa bor. Psevdoallergiya degan narsa bor, bilasiz. Soxta allergiya, o'sha davo yetishmovchiligi. Misol uchun siz bugun shamolladingiz, sizda diareya bo'ldi, muammo. Ichinglaringizda muammo ketyapti, enterotitlar davoni yaxshi chiqarmayapti. Siz bitta shakar yeysiz ham allergiya beraveradi. Farqi yo'q. O'zi shakar hech qachon allergiya bermaydi. Unaqa molekula bo'la olmaydi u, xohlasa ham. Lekin o'shandan toshma berishi mumkin. Bu shirin narsa sizga toshma berishi mumkin. Sabab sizda davo yetishmayapti. Endi choyxonaga bordingiz, o'tirdingiz, ovqatlandingiz, hamma narsani aralashtirib yedingiz, cho'tki. Toshma toshib ketdi. 3-4 kun endi dieta qilib yurasiz. Hammasi normalniy. Ichingiz joyiga kelgan, diareya bo'lgandingiz, ichingiz ketgandi-yu. O'ziga keldi, taxlandi. Keyin bir hafta 10 kundan keyin yana o'sha narsani yeysiz, sizda allergiya bermaydi. Ko'pchilik shunga aldanib qoladi. Men toshma toshuvdi, shunaqa bo'ldi. Ozgina dieta qildim yoki nimadirlar qildim, o'tib ketdim, tuzaldim, yaxshi bo'ldim. Suv ichdim, choy ichdim. Yoki kimdir sababchi bo'lgan bo'lsa, shu yo'q qo'yib yubordi deydi. Keyin bemorlarga, kuzatuvchilarga 1 minut. Shuni hozir e'tiboringizda oxirigacha. Mana shu narsa bilan bo'ldi, men allergiya bo'ldim, allergiyadan tuzaldim deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri yondashuv. Psevdoallergiya shunaqa, o'zi paydo bo'lib, u ikkilamchi bo'ladi. Agar oshqozon ichida biz yaxshilaydigan bo'lsak, albatta o'zi tuzalib ketadi. Boyagida kilolab apelsin yeganida ko'p miqdorda o'sha allergiya berib, giperallergen, gistaminni tanada o'zi allergiyani gistamin chaqirsa agar, shu gistaminni tabiiy ko'p miqdorda oziq-ovqat orqali tushishi yoki o'zimizdagi gistaminni ko'proq ajralishiga sabab bo'ladigan mahsulotni yeb qo'ysak, mana bu soxta allergiya bo'ladi. Shunchaki miqdorga, dozaga bog'liq. Haqiqiy allergiya bo'lsa, u dozaga odatda deyarli bog'liq deyilmaydi. Misol uchun 1 kilo bir dona yesam bo'lmaydi-da, ko'p yeb qo'ysam beradi deydi. Yoki bir semichkani choqib qo'ysa, ko'p miqdorda chaqqanda qichishib tanasida shikoyat bilan keladi. Ular qaytib kelmaydi, umuman bezovta qilmaydi. Allergiyadan qutuldim deydi. Biz bu yerda endi hamma narsani allergiya deyishimizda aslida shuni ajratib olish kerak. Noto'g'ri tushuncha bo'lib qoladi. Allergiya haqiqiy allergiya bo'lsa o'zidan o'zi yo'qolib qolmaydi-da aslida. Soxta allergiya bo'lsa u o'tkir proses, ichagini tozaladik yoki tanasidan sekin vaqt o'tishi bilan o'sha mahsulotlar kamaydi. Vaqt o'tdi va qaytib yemasa o'shancha miqdorda narsani yemasa qaytib umuman o'sha kasallik bilan duch kelmasligi mumkin-da umrida u. Bitta podkast chiqarishdi-ku. Nima normangni bilma, bir narsangni bil deydi-ku. Pul o'ynab, pul yutqizib o'ynaydi. Replay chiqargani bor edi, hozir esimga kelmayapti o'sha. Shu bunaqa bemorlar normasini bilish kerak. O'zini haddini bilish kerak, har bitta yeydigan narsasini. O'zi hammamiz ham o'zi qorin qo'yishimiz kerak emasmi? O'zimizda ham bor. Misol uchun bu narsa mumkin emas shu narsa. Noto'g'ri turmush tarzini indikatori hisoblanadi.
boya aytdingiz-ku doktorlarning masalasida eng ko'p qiynaydigan narsa vrachlarni bu uyqusizlik. Dejurstvo bo'ladi, kunduzi yana ish bo'ladi, yana boshqa narsa. Bir kundagi kunlik sabitiya juda ham ko'p hayotda, muammolar. Bizni kuzatuvchilarga tushunarli bo'lish uchun davo deyapsiz. Davo o'zi nima? Davo emasmi demoqchisizda? Davo emasmi o'zi? Yo'q, yo'q. Kuzatuvchilar noto'g'ri tushunib Yo'q, qolsa, davo bu boshqa narsa. Bu davo emas, davo. DAO, deaminoksidaza degan fermentni qisqartma nomi. Deaminoksidaza bu gistaminni parchalab beradigan ferment. Bizada mana yog'larni parchalaydigan fermentlarimiz bor, tripsin, lipaz, amilazalar bor. Xuddi shunga o'xshagan ferment bu ham. Qo'rqinchli narsa emas. To'g'ri, preparat ozgina qimmat. O'shaning uchun bizada shunaqa narsa borda, qimmat preparat demak opasniy preparat degan tushuncha bor. Yo'q, bu kamyobligi, ajratib olish juda ham qiyinligi uchun shunaqa. Qo'pol qilib aytganda, DAO preparati bor. Shunaqa psevdoallergiyada beriladiganda, uni ham aytib ketay birdaniga. U preparat oddiy shu krionga o'xshagan narsa. Hazm o'sha parchalanmayapti tana. Masalan, oqsil parchalanmasa krion beramiz, uglevod parchalanmasa krion beramiz. Gistamin ko'p miqdorda tushsa tanaga, uni parchalab tashlaydigan tizimimiz bor-da bizani. O'sha DAO tizim deymiz. O'sha tizim yaxshi yetishmasa bizada soxta allergiyalar paydo bo'ladi. O'rniga o'rinbosar terapiyada bu yerda. Albatta. Yana bitta joyi bor. Bu endi ko'proq boshqacharoq qatlamda spetsifik immunoglobulin Yga nisbatan tolerantlik organizmda sifatdan chaqirilishi mumkin. Unaqa bemorlar, misol uchun tuzaladi, lekin tuzaladi deganda nima? Misol uchun meni 200 ta molekulaga allergiyam bor. Men misol uchun tekshiraman, 90 ta allergenga tekshiraman. Bemorda misol uchun unga yoki nimagadir allergiyasi kelib qolsa, aytadi, "Men bu narsani yeyman, yo bu narsani qilaman, toshmaydi, nafas siqmaydi, hech narsa bo'lmaydi." U nima degani? Analizda qarasangiz juda baland, lekin bemorda klinikasiga to'g'ri kelmaydi. Shu joyda nima fikrga kelamiz desa, bemorda tolerantlik shakllangan bo'ladi. Ya'ni o'sha antitela immunoglobulin, spetsifik immunoglobulin Yga nisbatan organizmda spetsifik immunoglobulin GT sintezlangan bo'ladi. Faqat bu juda ham kamyob holatda. 100 ta allergenga nisbatan sizda allergiya bo'lsa, 5 tasi yoki 10 tasiga siz tolerantsizda, qolgan 70 tasi turibdi-da. O'shaning uchun allergiya bo'lib qolsam, men o'zim tuzalaman yoki nimadir qilaman deb prosta tak ovora bo'lish kerak emas. Keyin yana hozir juda dolzarb, mayli atopik dermatitdan boshladim-ku, boshqa dori allergiyasi bor, qavarchiq bor, bronxial astma bor, allergik rinit bor, boshqa oziq-ovqatlarning allergiyalari, insekt hasharotlardan allergiyalar bor. Asosiy hozir bizda eng ko'p uchraydiganini gaplashaylik, rinit. Allergik rinit. Nimagadir allergik rinitni hamma davolashga harakat qiladi. Umumiy amaliyot shifokoridan tortib ginekologgacha rinit bo'lsa, bu sanda palon tabletkani ich. Student keldida men oldimga, tushuntirib bersam, ustoz dedi, shuncha mexanizmni tushuntirar ekansiz, baribir antigistamin beramiz bo'ldi-ku deganda. Ha dedim, sen bilan hali davosini gaplashmadik dedim. Ular bilmaydi-da asid terapiyani. Vaksinatsiya bilgan faqat antigistamin. Xalqda ham shunaqa. Burnim bityapti, burim qichiryapti, aksiryapman, terimga toshyapti. 70 ming, 80 mingga bitta antigistamin olsam bo'ldi, men davolandim shu bilan deb o'ylaydi. Bilmaydi-ku u vaqtinchalik. Davo yo'q uni. U 24 soatdan keyin parchalanib chiqib ketadi tanadan. Yana ichishga to'g'ri keladi. Shaxsan bemorlarimga, o'sha allergiya bilan kelgan bemorlarga antigistamin beramiz. Glukokortikosteroid beraman, mahalla intranazal. Uchinchisiga qo'shib qo'yaman allergolog ko'raga. Xudoga shukr. Bekorga biz bu yerda emasmiz. Biz bekorda bu yerda emasmiz. Adekvat fikrlaydigan, to'g'ri yondashadigan allergiyani, ayniqsa lor sizlarni sohalarda polip bilan kelganda polipni mayli polipektomiya qilib olib tashlaydi, burundan chiqqan go'sht deymiz-ku, hali bemorlar tilida. Polipektomiya qilingandan keyin albatta bu yog'i endi allergolog nazoratda bo'lishi kerak, chunki astma xavfi bor ularda. Albatta, ana shunisi yomon. Ana shu marsh, ana shu astmaga olib borib to'xtatadi. Uning nuqtasi shu astma. Yaqinda bir allergolog bilan yaqin tanishimiz bilan maslahat qilib qo'yganda ham aytdi, Namanganda ishlaydilar. Xudoga shukr deyapti, bitta qog'oz kelgan yo'llanma lordan. Lor shifokori polipektomiya qilib allergologga bordi jo'natib yubordi. Shunaqa vrachlar, shunaqa lorlar ko'paygani xursand qildi deb xursand bo'ldi-da. Unaqa vrachlarimiz bor, ko'p. Yo, hozir bor, xudoga shukr, mana harakat boshqa, endi o'qish. Mana misol, hamma ham adekvat, hamma ham ko'pchilikda уже
уже ishlash prinsipi o'zgargan. Menga ham misol uchun rinit bilan kelib qolsa, unda 100% allergik rinit bo'lsa ham baribir lor ko'rigiga jo'nataman. Pergorodga qiyshuv bo'lishi mumkin. Anaqalari gipertrofiyasi bo'lgan bo'lishi mumkin. Ha, biz ko'ra olmaymiz u narsani. Endi men turib olib ko'raman deb taqvo olib ko'rishim mumkin, lekin men kechirasiz bir kunda 5 ta rinit ko'rishim mumkin unaqa burunni. Lekin lor bir kunda 30 ta ko'radi. Bir kunda 30 ta burun ko'rgan odam bilan bir kunda 3 ta burun ko'rgan odam farqi bor. O'shaning uchun har doim o'zini mutaxassisiga bizga misol uchun muammo kelib qolsa, aytamiz, "Yo'q, to'xtang, palonchiga boring. Siz o'zingiz davololmaysizmi?" degan savol beradi-da. Xuddi shunaqa noto'g'ri tushuncha bor-da bemorlarda. Siz o'zingiz davololmaysizmi deydi. Bizlar lorga ham keladi. Misol lor soha degani quloq, tomoq, burun. Aynan egasiga, misol quloqda shovqin yoki eshitish pastligi bilan kelsa, biz asosan surdollikka yo'naltiramiz. Chunki surdologiya, imенно mutaxassis surdolog. Surdollikka yo'naltirsak, siz o'zingiz davolab qo'ya qoling, doktor deydi-da. Ular tushunmaydiki, siz bunaqa muammo bilan bir kunda bitta kasal ko'rasiz. Yo'qdagi surdolog bir kunda 30 ta kasal ko'radi. Xuddi shunaqa. Yondashuv ham boshqacharoq. Kim professional? To'g'ri, davomiz bir xil bo'lishi mumkin, lekin surdolog ключевой joyini biladi. Ha, otangizga rahmat. Eng bitta mamlakat Ana shu professionalizm, ana shu professionalizm mana shu nyuansida. Shu bitta joyda ana aytadi-ku, bitta bo'litni shunda burab qo'yganga 20 ming oldingmi desa, men shuning uchun palon ish qilganman deydik. O'zimiz shifokor bo'lsak ham, o'zimiz shifokor izlaymiz-da, qaysidir oilamizga. Izlaymiz tor sohani, bekorga sohalar bo'linma. Xirurg desa umumiy xirurg deydi, lekin yuzidagi jarohat bilan xirurgsiz tikib qo'ying deng, yo'q, 100 jax xirurgiga boring deydi. O'zini ko'p ko'rgan, tajribasi bor, shunaqa jo'nata. Professionallik kerak, professionallikni bemorlar ham to'g'ri qabul qilish kerak. Masalan, o'zida bo'layotgan muammoni aynan o'sha bilan shug'ullanadigan mutaxassis bormi deb savol qo'yib, o'shani izlash eng to'g'ri yechimda. Xirurg deganiga esimga tushdi. Misol qayerdir yirtildi, qanaqadir travma olib tashqi tomondan xirurgga borsangiz, xirurg tikib qo'yadi. Bu bilan xirurglar yomonlamoqchi emasman, xirurglarga tosh otishim yo'q. Tikib qo'yadi, bunda chandiq qolishi mumkin. Agar yo'q, menda chandiq qolmasin desa, o'sha bemor agar plastik xirurgga borsa, u ham tikib qo'yadi. Chiroyli tikib lekin unda chandiq qolish ehtimolligi kamroq bo'ladi. Ha, albatta, bunaqa sal o'xshatishda bu. Ha, o'shaning uchun ko'p aytamiz, o'zini mutaxassisga murojaat qiling. Bu narsani o'zi bemor ham o'zi ozgina sabrsizlik qilish kerak-da. Endi allergik rinit haqida gaplashamiz-ku. Operatsiya qilib yo'qotsang bo'ladi degan bemorlar keladi-da. Operatsiya qildi, shu mutaxassisga bordim. Operatsiya qilsang yo'qoladi deydi. Bizda tomonga tosh otish boshlandi. Chunki bu gapni asosan lor shifokorlar aytadi. Bu yerda yashirib o'tirish kerak emas. Allergik rinit deb diagnoz qo'ydimi qog'oziga bemorga. Operatsiya qilib yo'qoladi deyish bu xato. Mayli boshqacha nom bilan atasinda operatsiyaga yo'qoladigan shakli bo'lsa, rinit turlari ko'p-ku. Shunaqa deganicha aytayman, rostdan ham operatsiyadan keyin yo'qolib ketish holati kuzatiladi. Ko'proq bor kuzatiladi. Nima qanaqa savoling? Mana kuzatiladi rostdan ham operatsiyadan keyin bemorlarda allergik rinit yo'qolib ketgan holat bormi? Asosan qaysi operatsiya turi taklif etiladi o'zi bunaqa bemorlarga? O'zi haqiqatan agar allergik rinit diagnozi qo'yilgan bo'lsa, allergolog o'sha analizlar bilan diagnozini qo'ygan bo'lsa, operatsiyadan keyin allergik rinit ketmaydi baribir. Chunki bu aytib turibsizlar, immunitet bilan bor organizmning umumiy reaksiyasi. Buni ana bitta operatsiya yo'li bilan allergik rinitni davolab bo'lmaydi, imkoniyat yo'q uni. Hech qanaqa. Lekin bitta narsasi bor, simptomlari kamayadi. Gapimni oxirigacha gapirib olay. Lekin degan tomoni bor. Haqiqatan operatsiyaga muhtojligi bor, burun to'sig'i qiyshiqligi bor bemorda. Operatsiya qilindi, operatsiya qilingandan keyin simptomlar nisbatan kamayadi. Nima uchun kamayadi? Burunda nafas olganimizda turbulentlik degan narsa bor. Turbulentlik bu nafasni burunga kirib, shilliq qavatlarga urilib, pastki nafas yo'llariga aylanib yoqqa urilib, shunaqa qilib kirib ketish. Burun to'sig'i qiyshiqlik bor bemorlarda o'sha turbulentlik buziladi. Burun to'sig'i turbulentlik buzildi, shilliq qavatlarda o'zgarish paydo bo'ladi. Shilliq qavatlar usti quriydi, burunda quruqlik paydo bo'ladi. Allergiyalar yana ham o'tirib qolaveradi, allergiya reaksiyasi kuchayaveradi.
agar o'sha bemorlarda operatsiya qilinsa, turbulentlik tiklanadi. Turbulentlik tiklangandan keyin o'z-o'zidan allergiya simptomlari kamayadi. Bu degani yo'qolib ketadi degani. Bu degani dori bilan ichganda yaxshi kontrolga olinadi kasallik. Ya'ni bir xil payt dori ichsa ham simptomlar baribir dorini kuchi yetmaydi. Chunki anatomik buzilish bo'lgandan keyin dori to'g'irlab qo'ya olmaydi bu narsani. Keyin yana bitta joyi borda. Burun to'sig'i idealniy to'ppa-to'g'ri bo'lgan odam deyarli bo'lmasa kerak. Katta statistikasi bormi? Misol 80-90% deyarli hammada qiyshiq qilsa kerak. 95% holat desam adashmasam kerak. Endi men to'g'risini aytayapman-da. Leninka deydi. O'zinglar oldinglar keladigan. Unaqasi yo'q. Baribir nisbatan qiyshiqligi bo'ladi, qiyshiqlikdan darajasi bo'ladi. Burun to'sig'i qiyshiqligi nafas olishga xalaqit qiladigani bor, xalaqit qilmaydigan darajasi bor. O'sha boya aytganim turbulentlikka xalaqit qiladigani, turbulentlikni buzadigani, turbulentlikni buzmaydigani bor. Burun to'sig'i nisbatan qiyshiq, lekin allergiyasi kuchli. Unaqa bemorlarda effekt olish qiyinroq operatsiyadan keyin. Lekin burun to'sig'i keskin qiyshaygan, allergiyasi ham bor. Unaqa bemorlarda operatsiya qilish baribir to'g'riroq bo'ladi, lekin allergiyasini remissiyaga tushirgandan keyin. Yana qanaqa operatsiya bor? Kuydirish degan operatsiya aytishadi bizga. Endi burun to'sig'i qiyshiqligi bu operatsiya nomi septoplastika operatsiyasi. Septoplastika operatsiyasi bo'ldimi, o'z-o'zidan vazotomiya deyiladi. Pastki chig'anoqlar usti kuydiriladi. Lazerda kuydirish deydi, o'sha koagulyator bilan. Asli lazerda kuydirilmaydi, uni ilojisi yo'q lazerda qilishdi u operatsiyani, chunki lazer shilliq qavatni ko'proq jarohatlab qo'yadi, shilliq qavat qurib qoladi. Burunda namlash xususiyati havoni buzilib ketadi. Shuning uchun oddiy koagulyator bilan yengil kuydiriladi. Yengil, ham chuqur emas. To'liq kuydirilmaydi lekin. To'liq kuydirilmaydi. Yengil usti qavati kuydirilib qo'yadi. Agar chuqurroq kuydirib qo'ysa yoki o'sha bemorlar xohlab keladigan lazerda kuydirilsa, sindrom pustavonosa degan sindrom bor. Quruq burun sindromi. O'sha shilliq qavat qurib qoladi, burundan qanchalik chuqur, zo'r nafas olganingiz bilan yoqdagi havoni sezuvchi retseptorlar ham o'ldirib qo'yadi chuqur kuydirganda. Achchiqlik his qilib yurgan bemor o'sha narsa. Burundan nafas olganda to'yinish hissi ikkita bo'ladi. Birinchi nafas ventilyatsiyadan havo to'liq o'tganda o'pkalarda to'yinish hissi bo'ladi. Ikkinchi to'yinish hissi bor-da bu yoqda. Ikkinchi to'yinish hissi o'sha shilliq qavatda retseptorlar bor, havoni sezadi. O'sha shilliq qavatda bo'ladi u narsa. Nafas olganingizda o'sha retseptorlarni qo'zg'aydida, miyaga signal boradi, to'yinish hissi beradi. Bu ikkinchi eng asosiy to'yinish hissini beradigan narsa. O'shaning uchun burningizdagi havoni sezadigan retseptorlarni asrang, ko'p sigaret chekmang, har xil hidlarni hidlab yurmang. Chig'anog'i ko'proq kuydirib yuborilganda shu hissiyot shilliq qavat o'lib qoladi, o'sha retseptorlar ham qo'shilib o'ladi, o'sha his yo'qoladi. Bemorlar shikoyat bilan keladi, yaxshi nafas olmayapman, operatsiyadan keyin ham yaxshi nafas olmayapman. Keladi, ko'rasiz, zo'r, operatsiya zo'r qilingan, burun to'sig'i to'g'ri, chig'anoqlar kichkina. Unaqa xalaqit qiladigan hech narsa yo'q. Lekin yaxshiroq, agar haqiqiy mutaxassis bo'lsa, yaxshiroq qaralsa, endoskop bilan ayniqsa qaralganda yaxshi seziladi bu narsa. Shilliq qavatda shikastlanish. Ishlarni eng nozik joyini aytib qo'ydilar-da. Keyingi mana shu yana bitta qiziq holat allergiyada, mayli siz boya studentingiz aytganidek oddiy ekan-ku davosi deydi-yu, lekin ko'pchilik bilmaydigan, hali hammaga allergiyani davolasa bo'ladigan, ildizini davolaydigan metod borligini va u O'zbekistonda dunyoda qachon paydo bo'lgan bo'lsa, O'zbekistonda ham Sovet davridan beri qo'llanilishini bilishmaydi. Mana shu immunoterapiya haqida gaplashsak, allergiyani davolovchi maxsus davo usuli. Qisqacha tushuntiramiz bazaviy bilim berish uchun. Demak, xalq tilida buni biz vaksinatsiya deymiz, ilmiy tilda buni oddiy asid terapiya deymiz, ya'ni allergiyaning patogenetik davosi. Ya'ni o'sha aybdor allergen topiladi va o'sha aybdor allergen organizmga xuddi u bola yoshligida immuniteti tashqaridan kim kelsa jim turadigan bor edi-yu. Xuddi shunga o'xshatib oz-oz dozadan, kichik dozadan har kuni kiritib turamiz. Organizm o'sha narsaga sekin-sekin tolerantlik chaqiradi. Chunki normada 1 millionta chang zarrachasi burunga tushib, har kuni immun tizimi 1 millionta changni
sezyapti-da, voy shuncha menga kelyapti deb allergiya beryapti. Endi unga har kuni 1 million emasda, har kuni 3 dona, 5 donadan tushib tursa, oz-ozdan tushib tursa, organizm buni aytadiki, bu oddiy o'zimizniki, svoy deydi-da. O'zimizniki har kuni kelib turibdi, kelinglar shunga nisbatan biza immunoglobulin G4 sintezlilikda tolerantli bo'ladi, T helper 17 chiqadi yoqda shakllanishda. Keyin u interleykin 10, TGF beta bilan to'g'irlab beradi immunoglobulin G4 ga. U nima qiladi? Kelayotgan allergenlarni bloklab organizmdan chiqarib yuboradi. Shu bilan organizm qo'pol bo'lsa ham, chiroyli bo'lsa ham aytaman, bu gap eshish sal qiyinroq ko'pchilikga. Allergiyani ana shu asid terapiya bilan tuzatsa bo'ladi. Ana sizga javob. Kimga allergenni ana shu allergenni topish kerak. Faqat ana shu allergenni to'g'ri topish kerak. U ekstraktmi? Hozir men ichkariga kirsam, u molekulyarkaga kirib ketib qolamiz, gap ko'p. Umumiy oddiygina qilib aytganda, aybdor allergen topiladi. O'sha allergenni organizmga oz-ozdan kiritib davolanadi. Ya'ni bunda kasallikni shu mana ko'chaga chiqqanda bahor keldi, terak gullagan, terak shuni changi burniga kirdi, allergiya beryapti. Endi bundan maqsad bu davodan o'sha chang ko'chada shundoq ham nafas olib yurgan narsasini nazorat ostida juda ham kam miqdorda kiritib bemorga moslashtirib borish. Ya'ni boshqa yo'li yo'q. U teraklarni tay bilan qirib tashlab yarsha olmaydi. Yo bitta yo'li bor, boshqa koinotga ko'chib ketish kerak. Ana uni aytadi-ku, yuribmi sabr qilib deydi-yu, o'sha sabr qilishga o'rgatasiz. terak umuman o'smaydigan hududga ko'chib ketish kerak. Boshqa yo'li yo'q. Yoki o'sha dorilarni doimiy o'sha 24 soat ta'sir qiladigan antigistamini ichib yurish kerak, yoki-da eng asosiysi tanani o'sha allergenga o'rgatish kerak. Sekin-sekin kiritib o'rgandan keyin immun sistema ham boya aytganimizdek, bu o'zimizniki ekan, bu har kun tushiribdi-yu deydi. Bu dushman emas, bu ko'p miqdorda kelgani yo'q. Organizm sekin-sekin tushirgandan keyin hali shunaqa bir nuqta topish kerak. Bu yerda eng ключевой moment nima? Shuni chiqqanda aksirib yuboryapti-yu terakchangga. Lekin biz boshlang'ich dozani aksirtirib yubormaydigan juda ham kam dozani topa olishimiz kerak. O'sha nuqtadan qadamma-qadam manzilga yetib boramiz. O'sha qiyinda, o'sha narsasi o'shaning uchun asid terapiya qimmatda. Shuni ham aytib ketay, allergologiya sohasi juda qimmat soha. Tekshiruvlari ham qimmat, davosi ham, preparatlari ham. Yangi dorilar ham qimmat. bu molekulyar darajada Shunaqa. Polni molekulyar darajada bo'lganligi uchun diagnostikasi ham qiyin, boshqanaqasi ham qiyin. Ko'pchilik buni to'g'ri tushunmaydi. Keyin yana bitta joyi bor. Immunoterapiya bor ekan, qilib qo'yinglar meni, men tayyorman deydi-da. Allergiya borlar. Hammaga ham to'g'ri kelavermasligini aytib qo'yishimiz kerak. Sababchisi hozirgi tilda, hozirgi zamonaviy tibbiyotda, O'zbekiston miqyosida qilsa bo'ladiganlari cheklangan, to'g'ri? Albatta cheklangan. Endi bu o'zga joy, endi bemor shifokorga borsa aytadi bu narsani hammasini tushuntiradi. Oldin misol uchun mushukdan, kuchukdan yo'q edi. Hozir bor qilsa bo'ladi. Oldinlari misol uchun faqat o'simliklardan qilingan. Faqat o'simlik changlariga allergiyasi bo'lsa qilingan. Mana o'zingiz ham chiqardingiz, yong'oq, bodomlardan yo'q hozir misol uchun bizda O'zbekistonda yo'q. Lekin misol uchun bu klinik degani umuman bo'lmaydi degani emas. Otizga rahmat. Tibbiyot rivojlanyapti-yu, boshida changlarga qilingan bo'lsa, hozirgi kuchuk mushuklarga allergiyasi borlarga ham shunaqa immunoterapiya qilinyapti. Keyin oxirgili insekt allergiya, ari chaqqanda allergiya beradiganga ham o'sha sekin-sekin bunga ham yaxshi qadamlar bosildi. Shu narsani aytib qo'yish kerak. Mana bizani Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allergologiya markazida 1-marta mana shu ariga nisbatan vaksinatsiya qilindi. Gruziyadan keldi. U qilinyapti o'sha. To'liq yo'lga qo'yildi. Gruziyadan kelishdi, anaqa qilishdi. Hamma narsasi tayyor. Inyeksiyalarni qilib bola kuzatuvga olindi. Bu degani odamlarda qo'rquv borda, ari chaqsa men o'lib qolaman, shok beradi, o'lim berishi mumkin. Hozir shu fobiyani xudoga shukr endi ketkizsa bo'ladi. Kelib, anaqasini olish kerak, vaksinasini olish kerak, asid terapiyasini olish kerak. Zo'r. Savol borda. O'zbekiston aholisida ko'p allergenga bo'lgan reaksiya qanchalik aholida qanchalik yoki mono deydi-yu. Monosensibilizatsiya, Aynan bitta, misol uchun aynan terak uchun allergiyasi bor bemorlar soni qanchalik protsentda, foizda yoki oz-ozdan juda ham ko'p narsaga allergiyasi bor bemorlar qanchalik?
Biri ikkinchisiga aylanib ketadiganmi deb savol berish. Bu yerda ham mantig'i bor. U ma'lumotga ega emasman. Uni hech kim statistikasini qilmaydi, lekin qabulga kelayotganlarda, masalan biz allergiya panellari tekshirilganda yoki qo'liga prik testlar qilinayotganda bir nechta qo'yiladi-da, qaysilariga allergiya. Faqat bitta chiqadiganlar juda kam va unaqalar odatda qabulga kelmaydi, ko'chada yuradi. Avvalo o'zi monodan keyin poliga o'tadi. Ya'ni mono degani bitta bo'lsa, bitta terakga bo'lsa, u bir necha yil yuradi. Faqat terak mayda boshlansa, mayda bezovta qilib yuradi aprel-may o'rtasida. Mavsum tugagandan keyin yaxshi bo'lib qoladi-yu, dori ichmaydi, esdan chiqadi, tuzaldim deydi. Kelasi yil qarayapti, martda ham qo'zg'ayapti kasal. O'sha keyin terak emas, terak mavsumi emas, endi martda gullaydigan qaysidir o'simlik, qoquvutmi, boshqa qaysidir o'simlik ham o'sha qo'shildi. Endi bittadan ikkita, uchtaga ko'payayotgan, aylanayotgan yil davomida pala-parcha davom. O'shaning uchun, uzr, o'shaning uchun aytdim men boshda. Jahldor odam dedim. Jahldor odam hammaga jahl qiladi. Tushunsa? Keyin chiqadi hammaga. Har doim allergiya monosensibilizatsiya, keyin polisensibilizatsiyaga o'tadi. O'shaning uchun kashasi ko'p. Nodir aka, og'ir allergik kasalliklar bor-da. Tushunishmaydiki, allergiya haligi aytib qo'yishimiz kerak, prosta tak. Allergiya ekan-ku deydigani emas, o'limga olib keladigani ham bor va o'shalar qaysilar, nima sababdan bu darajaga chiqadiki, o'lib qolma, oxiri o'lim bilan tugaydigan allergiya reaksiyalar o'zi qaysilar? Bu holatga olib bormaslik uchun ham nima qilsa bo'ladi? Albatta, bu juda ham dolzarb. Hozirgi paytda mana dori allergiyasidan bo'layotgan holatlar, ijtimoiy tarmoqlarda hamma bu narsani ko'ryapti. Yaqinda ham chiqdi, 19 yoshli kelin dedi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Demak, allergik reaksiya organizmda ikki xil bo'ladi: mahalliy va sistemali. Sistemali bu butun tana. Burunda allergik rinit berib turgan allergen, agar allergen juda ham ko'p miqdorda, juda ham katta miqdorda kelsa, u sistemni berishi mumkin. Yomon taraf shu. Sistem degani butun tanada allergik reaksiya bo'ladi degan. Birinchi bo'lib bu anafilaktik shok. Qon bosimi tushadi. Vaqtida davo qilinmasa, albatta eksitus bilan tugaydi. Chunki davleniya past. 5 minut, 10 minut qolib ketsa, bo'ldi, buyrak yetishmovchiligi, miya o'chadi, yurak shu bilan bemorni yo'qotib qo'yamiz. Anafilaktik shokni nimalar berishi mumkin? Birinchi o'rinda eng ko'p varianti bu dorilar. Parapartchi dorilar. Hozirgi paytda bizda eksitusning eng ko'p sababi shu doridan keyingi anafilaktik shok. Bundan keyin oziq-ovqat mahsulotlari. Eng kuchli anafilaktik shok beradigan oziq-ovqatlar ana shu yong'oq, bodom, sutni ham ba'zan kiritib qo'yamiz, baliq, dengiz mahsulotlari va ayniqsa krab. Krab, krevetka. Qirsilatib maza qilamiz-ku, lekin shu narsa esda qolish kerak. Bu bitta anafilaktik shokni varianti va ari chaqqanda, insekt allergiyasi deymiz. Ari chaqqanda, mana ari sizni chaqdi, mana shu tutni o'zi qizarib katta bo'lib qoladi. Bu mahalliy ta'siri, mahalliy reaksiya. Endi sistemli ta'siri ham bor. Sistemli ta'sir bo'lganda butun tanangizda qon bosimi tushib, o'sha holat bo'lishi mumkin. U ham o'limga olib kelib qo'yadi. Va yana dori allergiyasini faqat anafilaktik shok berib hushdan ketadigan varianti emas, toksikodermiya degan varianti bor. Bu imенно ma'no soham, teri xuddi ko'chib tushadi. Sindrom Steven Johnson deymiz. Boshlanishi ko'p shaklli eritema bu boshlanadi. Keyin Steven Johnsonda bo'ladi, keyin layerlarga o'tib qolishi mumkin. Steven Johnsonda o'lim ko'rsatkichi 30%, 40%, layerlarda o'lim ko'rsatkichi 50% dan oshiq. Bu o'lim ko'rsatkichining foizi nimalarga bog'liq misol? Bemorning yoshiga, ikkilamchi kasalligiga, qilinadigan terapiyani vaqtiga juda ko'p asorat beradi. Sharoitiga albatta, chunki ikkilamchi infeksiya bor. Tasavvur qiling, odamni shunday yog'ga bitta tashlab olgandek narsada, qo'pol qilib yotgan yoki olovga tushib chiqqan odam teri kuygandek bo'ladi. Bitta dori tabletka, muncha tabletka ichasiz, butun tanangiz kuyib ketgandaqa toshma-tosh ketib qoladi. Juda og'ir bu narsa. Ko'z ko'r bo'lib qolish ehtimoli juda ham foizi baland. Yurakka asorat berishi, me'da osti beziga asorat berishi, jigarga, buyrakka asorat berib, keyinchalik buyrak yetishmovchiligi sababchi bo'lib qolishligi mumkin. Tuzalgandan keyin. Obturatsiyalar, shilliq qavatlarning yopilib qolishligi bo'lib qolishi mumkin. Oddiy doridan. O'shaning uchun biza yorib kuyib ketamiz bemorlarga, mana chiqib ham gapirmoqmiz, boshqa narsa. Dorilarni palapartish ishlatmanglar, polipragmaziya qilmanglar. Birinchi o'rinda kelgan studentlarni men bo'g'aman. Lecheniya yozib olsam, to'g'ri lecheniya yoz.
Keraksiz narsa qilma. Falon dorini bil. Piston aynan shu mavzuga kelgan paytimizda har bitta studentni daftari olinadi va unga dorilarning spiskasini yozdiraman. Sen bilgin, mana shu dorilar allergiya berishi mumkin. Anafilaktik shokni ta'rifi borda bitta. Xuddiki bir mamlakatga yoki bir zavodga muammo boshlandi. U muammoni yechim uchun o'zini muammoni yechadigan tizimini ishga tushirdi, lekin u ishga oxirigacha bormadi va bitta yo'li o'sha zavodni to'liq portlatib yuborishga o'xshatishadi. Qay darajada to'g'ri? Anafilaktik shok o'zini o'zi himoya qilaman deb o'zini o'zi o'ldirib qo'yish deb ta'rif beriladi. Shunaqa. O'zi shok so'zining ma'nosi shu o'zi, zarba degani. Organizmni o'zi anafilaksiya ham shu. Ana yo'q, flaksis javob. Organizm javob bermasligi. Himoya mexanizmi, ya'ni qo'pol qilib aytganda allergen tushdi yoki nimadir tushdi. Organizm o'sha allergenni butun tanaga tarqalib ketmasligi uchun, uni cheklash uchun qon tomirlarini kengaytiradi, to'qimaga suyuqlik chiqarib, o'sha tushgan agentni to'qimada saqlab qolish va uni harakatini cheklash uchun shunaqa himoya reaksiya qilaman deydi-yu, lekin oshirib boradi. Juda ham oshirib boradi. O'zini nimasini bilmay qoladi-da, me'yorini bilmay qoladi. Haddidan oshib ketadi. Dushmanga keragidan ortiq baho berib yuboradi. Ana shu gap ham immunologiya sohasi rivojlangandan keyin paydo bo'ldi. Sepsis holati ham, sitokin shturm holati ham, anaqa Coviddan keyin. Sababchisi sitokinlar. Bu termin yangilik bo'ldi bizaga. Immunologlarning kitobida o 99-yil yozib qo'yilgan kitobda turibdi-da. Sitokin shturm tarkibot deb. Keyin dorilarning instruksiyasida ham sitokin shturm chaqirishi mumkin degan ba'zi dorilar bor, ayniqsa biologik preparatlarda. Bu termin u dori ancha bo'lgan ishlab chiqarilayotgan. Oldin bo'lgan. Biz uchun mana shu yangilik bo'lib qoldi. Endi mana shu Coviddan keyin ancha o'qish boshlandi. Shu qisqa valonda. Keyingi bitta savol bor. Ko'pchilik qiynalib yuradi. Surunkali shakli ayniqsa va sababi noma'lum shakli juda ham ko'pchilikni qiynaydi. YouTube orqali bizni topib shu savoliga javob izlayotganlar ham bo'lish ehtimoli katta. Eshak yemi. Rus tilida krapivnitsa, ingliz tilida urtikariya. O'zi qanaqa? O'zbek tilida qavarchiq ham deb tarjima qilingan, qavarchiq. Eshak yemi, nega eshak yemi deyiladi? U vaqtida eshakka yem berib davolab ko'rishganmi? Shunaqa nom qolib ketgan yoki tarvoq deyshadi. Tarvoq toshdi deydi. Eskallab ketdim deydi. Eskallab. Shunaqa har xil mintaqamizda terminlar bilan ataladi. Qanaqa kasallik o'zi bu mexanizmi qanaqa, nimaga bunday paydo bo'lib qoladi o'zidan o'zi? Sabablari ko'p bu yerda endi. Eshakka yem bersa tuzaladimi? Xo'p, qavarchiqlar mavzusida, demak, organizmda masala teridagi qon tomirlar o'tkazuvchanligi oshirib, tasavvur qiling, terisida shishlar paydo bo'ladi. U shish terining ustidan albatta bo'rtib turishi kerak, lekin ichida suyuqligi bo'lmaydi. Mana pufaychalar paydo bo'ladi, mana suv chechakda hamma biladi, ko'pchilik ko'rgan, ichida suv bo'ladi. Qavarchiqlarning ichida suv bo'lmaydi, juda katta bo'ladi. Qo'lni qo'ygan paytda mahalliy temperaturasi bo'ladi. Ana bu demak qavarchiq urtikar toshmalar deymiz. Yo'qolgandan keyin siz yo'qolib ketib qoladi. Sabablari desak, sabablari misol uchun 4 xil, 5 xil. Eng asosiy patogenetik. Birinchisi bu gistamin chiqishi. Endi ozgina aytib ketaveraman. Bizda semiz hujayralar bor. Mast sellar deymiz. Ularda birinchi qo'zg'alish sababi immunoglobulin G. Ya'ni birinchi tip yuqori sezuvchanlik, allergen keladi, immunoglobulin G ga ta'sir qiladi. U kalsiyni ko'paytirib degranulyatsiya bo'ladi, gistamin chiqadi, gistamin qon tomirlarini kengaytirib shunaqa toshma beradi. Bu bitta mexanizm. Ikkinchi mexanizmi infeksiya tushishi mumkin, organizmga toksinlar tushishi mumkin, organizmda qanaqa yaralanish jarayoni bo'lishi mumkin. Farqi yo'q, nima bo'lishidan qat'iy nazar, komplement sistemasi ishlashni boshlaydi. Komplement sistemasi ishlaganda S3A, S5B anafilotoksinlar bo'ladi. Ular bor semiz hujayralarni borib degranulyatsiyasiga sababchi bo'ladi. Bizning eng qiziq tarafi shilliq qavatlarimiz, shilliq osti qavatida va qon tomirlarining atrofida aynan shu semiz hujayralar ko'p yig'ilib turadi. Xuddi kutadi-da, qani kim kelsa biz degranulyatsiya bo'lsa-edi, portlasa-edi, shu qon tomirlarini o'tkazuvchanligini oshirib, qonning ichidagi suyuqlikni to'qimaga chiqarib yuborsa, shish chaqirsa deb poylab turishadi. Demak, ikkinchi bitta sabab anafilotoksinlar. Komplement oksinlar. Ular to'g'ridan-to'g'ri degranulyatsiya bo'lib, ularning toshmaga sababchi bo'lishi mumkin. Bunaqa bemorlar nimaga shikoyat qiladi? Oddiy misol uchun shamollab turgan bo'ladi, isitma qiladi, temperatura qiladi, shu payt toshma toshadi.
Bu yerda qanaqadir ovqat yoki qanaqadir dori bu yerda sababchi emas. Kompliment bilan bog'liq turi. Allergen bilan bog'liq. Ha, allergen bilan bog'liq turi boya aytganim. Bundan tashqari yana bitta sabab bor, bradikinin bilan bog'liq bo'lgan turi bor. Biz ko'proq buni angenevrotik shish deymiz. Naslisi bor, orttirilgani bor. Ikkala holatda ham organizmda bradikinin ko'payadi. Bradikinin qon tomirlarini o'tkazuvchanligini oshirib yuboradi. Bundan tashqari yana hozir anaqa psevdoallergiya holati bor. Ya'ni qabul qilgan yo dori vositasi yo kimyoviy moddasi to'g'ridan-to'g'ri semiz hujayraga boradi. Hech qanaqa retseptorsiz. Shunda bunga ta'sir qiladi, buni degranulyatsiyasiga sababchi bo'ladi. Quyosh bo'lishi mumkin. Bu narsa quyosh bo'lishi mumkin. Bu narsa temperatura bo'lishi mumkin. Bu narsa sovuq bo'lishi mumkin. Ko'pchilik savol beradi. Mana sovuqdan allergiyam bor, mana tuzat deydi. Bu lekin bitta narsani tushunish kerak. Sovuqdan allergiyasi bor bo'lgan odam, agar boshqa narsalardan allergiyasi bo'lsa, boshqa narsalardan allergiyasi tuzatiladi, vaksina qilinadi. Lekin sovuqdan manba allergiyasi faqatgina shu sovuqqa nisbatan kontrast dush deymiz, o'sha bilan bu narsani pasaytirib turadi. Chiniqtirish boshqa iloji yo'q. Chunki uni hujayra, o'sha semiz hujayra, gistamin chiqadigan hujayralari sovuq ta'sirida yorilib ketyapti-da. Uni yorilmasligi uchun Faqat chiniqtirish. devorini mustahkamlash uchun boshqa yo'li yo'q, chiniqtirish kerak tanani. Quyoshniki ham xuddi shunaqa. Quyoshniki ham xuddi shunaqa. Endi boshqa davlatlarda quyoshni ultraviolet nurlar bilan asid qilinadi, bizda u qilinmaydi lekin. Uni ham aytib qo'yishim kerak. Ha. Yana bitta joyi bor, xolinergik qavarchiqlar bor. Asabdan keyin toshma-toshib ketib qoladi. Ularda ham xuddi shunaqa. Asabiylashgan payt, asetilxolin chiqqan payt semiz hujayralar degranulyatsiya bo'lib beradi. Aynan mana shu mavzuni xolinergik krapinisaga oidini o'tgan safargi sonda psixonevrolog bilan qisqacha keltirib berdik. Ya'ni o'zidan o'zi bu psixologik muammo immunologik buzilishlarga olib kelavermasligi, olib kelish uchun shunaqa sabablar borki deb tushuntirildi. Buni YouTube'da keyingi o'sha bir avvalgi sonimizda ko'rib olsanglar bo'ladi. Endi o'sha kulminatsion joyi eshakka yem berib tuzatsa bo'ladimi? Demak, eshakdan qo'rqsa bo'ladi. Bizga o'xshab eshikdan qo'rqmasa bo'lmaydi, foydasi yo'q. Hali biz bo'lib eshakka shuna yem berib, shuna ketib qolsa, hech narsa bo'lmaydi. U qo'rqishi kerak, hozir tepadi, hozir ehtiyot bo'lish kerak deb tabiiy bo'lish kerak bu narsa, eng muhimi. Chunki odamda qo'rqqan paytda stress gormonlari chiqadi-da. Buyrak usti bezidan kortizollari chiqadi, adrenalin ham chiqadi. Adrenalin qon tomirni toraytiradi. Bor-u, allergiya skorida adrenalin birinchi yordam beriladi-yu allergiyaga qarshi. Bu tabiiy ham chiqib. O'sha tabiiy, chunki ko'pchilik eshikdan qo'rqadi, beo'xshov hayvon-ku. Ko'proq ayollar qo'rqadi, o'shalarda kuzatiladi-da. Bitta qo'rqsa bo'ldi. Shart emas. Yaxshilab urushib berish kerakmi deymanda qabulda payti o'zi shifokor tomonidan. Yaxshilab baqirib bersam o'tib ketishi mumkin shu narsa. Bo'ladi o'zi. Agar to'g'ri qabul qilasizlar, shunaqa oldinglarda kimdir o'ta ham professional bo'ladi o'sha vrach. Bularni ham hisobga olib davolayotgan bo'ladi. Asab ekan bu, yaxshi doktor emas ekan, tamom bo'lib qolibdi miyasi deb o'ylamanglar, balki u reja bilan qilayotgandir. Zo'r, yaxshi tushuntirish bo'ldi. Keyingi o'z savollarimiz tugab qoldi. Keyingisi mana shuni ko'pchilik internetda prosmotrlar eng ko'p bo'lgan videolar, allergiyani yantoq bilan tuzatish. Allergiyani xalq tabobati bilan yo'q qilib yuboradigan metod. Qay darajada mana biz bu yerda hammamiz shifokorlarmiz. Ilmiy izoh talab qilamiz-da, shunchaki bersang yo'qoladi demasdan. Qay darajada yantoq bilan tuzatish mumkin? Yoki yantoq bo'lmasa ham zanjabil bo'lishi mumkin, yoki kimdir bodom bilan, yokida asal bilan, propolis bilan qay darajada asosli va butunlay yo'qotib yuboradi degan vajga arziydigan metodmi shu usul? Demak, har bitta savolingizga individualniy javobda bipalen, o'sha propolis. Menda misol uchun paxtaga allergiyam bor. Agar asalarichini, arilari paxtani gulidan terib propolis qilgan bo'lsa va o'sha paxtadan qilingan propolisni men to'g'ri dozada, kerakli dozada, xuddi asid terapiyaga o'xshab har kuni bir dona, 2 donadan qilib oshirib, o'sha normada yesam men tuzalaman. Baribir tagida immunoterapiya yotar ekan. Albatta buni tagida faqat shartiga ahamiyat bering. Men paxtadan olingan bo'lishi kerak. U bipalendan обязательно paxtadan olingan bo'lishi kerak. Unaqa narsasi yo'q. Dozasini ham. Ha, otangizga rahmat. Oladi, liboyni olib beradi. U kanishdan keyin shok beradi, battar bo'ladi. Tushuntira olyapmanmi? Sizni misol uchun 30 ta o'tdan gulingiz bor. 30 ta gulda hammasi abzani ham asid terapiyani dozasini bitta noto'g'ri qiling, bemorda xuruj boshlanadi.
Bu hammasi shifokor nazoratida qilinadigan narsa. Qanday shikoyat qilish? Shartni qaraydi. 3 ta shart bor. Juda qaraydigan, Ekanishda. ehtiyot bo'ladigan shartlar emas. Birinchidan paxtaga allergiya bo'lish kerak. Asal o'sha yerdan olish kerak. Aynan paxtadan olib kelgan bo'lish kerak uni. U yerda birinchidan propolis Keyin ekstrakt, dozasini ham to'g'ri tanlash kerak. propolisni qayerda yozmaydi. Bu archadan asalda aytishi mumkin. Bu kiyigutniki, bu yantoqdiki deb aytishi mumkin-da. Qarab, bu yerda 3 ta shart ketyapti. Statistikaga buni shunaqa statistikaga tashab qo'ysa, ana 100 ta allergiyasi bor odamdan bu 0.5-0.1% ga to'g'ri, даже undan ham kamroq. Kamiga buni uy sharoitida deyapti. Bu aytilayotgan narsalar uy sharoitida qilinadigan usul emas. Misol uchun mana shu shart bajarilsagina 100 ta bemordan misol uchun 10 tasida yoki 15 tasida effekt beradi. Bu degani hammaga effekt beradi degani emas. O'simliklar mavzusida bitta narsa aytishga, o'sha flavonoiddan ham tashqari alkaloidlari juda ham ko'pda o'simlikda. O'sha alkaloidlarning hisobiga yog'lanishga qarshi effekti bor. Ayniqsa o'sha imbirda aytdingiz, keyin yana kurkuma bor. Bular juda kuchli NPV hisoblanadi. Nosteroid yog'lanishga qarshi vosita hisoblanadi. Oshqozon ichida vasparin ketib turgan paytda bular ichilib, misol uchun yaxshilanadi-ku. Yaxshilangandan keyin JKT yaxshi bo'lsa, psevdoallergiya albatta yaxshi bo'ladi. Shunaqa effektga tushib qolganligi uchun boyida qaytsiz, veriyatность 0% dediz, shunaqa tushib qolganligi uchun ham har xil gaplar bor. Lekin hozir utverzаю deydi-yu, ta'kidlab turib anaqa qilib aytamanki, birinchi tip allergik reaksiyani davosi faqat asid, faqat vaksinatsiya. Nima qilsangiz ham uni boshqacha yo'l bilan tuzatib bo'lmaydi. Keyingi savolimiz bu juda ham ko'pchilik so'raydi. Biz endi allergolog va klinik immunologmiz. Sizdan ham ko'pchilik so'rash mumkin. Studentlar so'raydi, ertaga ishga chiqqanimda menga ham shunaqa savol berishadi. Immunitetni qanday ko'tarsam bo'ladi? Nima bersam bo'ladi deydi. Immunitetni kuchaytiradigan dorilar ko'p ekan, qaysi biri zo'r deydi. Mana shu savol ochib olishimiz kerak. Men ham agar immunitetni ko'taradigan dorilarni o'rganib olsam, alohida bitta klinika ochaman-da. Immunitetingizni ko'taramiz derdim. Lekin alohida bitta preparat bilan, bitta dori bilan yoki nimadir bilan immunitetni oshirib ko'tarib iloji yo'q. Bemorlar keladi, endi tekshiramiz, boshqa narsa qilamiz, lecheniyalarni yozib beramiz. 1 oydan keyin, 2 oydan keyin kasallanib qolsa, telefon qiladi, bolam yana kasal bo'ldi-ku deydi. Xudo turasida ichingizda o'ylaysiz, siz nima bolangiz umuman kasal bo'lishini, bolang hech qachon kasal bo'lmaydi deb kimdir va'da beruvmidi? Yoki bo'lmasa bir kurs lecheniya bilan bolam xalqda shunaqa narsa borda, bola umuman kasal bo'lmasa, demak uning immuniteti zo'r degan tushuncha bor. Ya'ni immunitet kuchli bo'lsa kasal bo'lmaydi. Shunaqa narsa bor. Tushunishmaydiki, to'g'ri, adekvat holatda kasallanish va tuzalish bu immunitetni kuchli degan gap. Mayli, anaqa qilaylikda, immunitetni demak o'zgartirib nimadir qiladigan qanaqadir preparatlarimiz yo'q. O'sha immunodefitsit holat bo'lsa, o'rin to'ldiruvchi preparatlar sifatida antitanalarni ishlatsak bo'ladi. Immunoglobulin G, M aralashmalarini. Dorixonada sotilayotganlar immunitetni oshiradi deb sotadi. U hech qaysi yo'q. Dorixonalarda, mana reklamalarda ketayotgan immunitetingizni oshiradi, bunaqa dorilar bor, nomini aytmayman, hech qaysi immunitetni oshirib beradigan. O'rtoqlar, bu yerda immunolog nuqtai nazaridan immunitetni oshiradigan dorilar bormi degan savolga javob berilyapti. Shuni ham hisobga olish kerak. Keyin hammada savol bor, muammo bor. Tez kasal bo'laman, demak immunitetim past. Men aytaman, siz immunitetingiz past bo'lganda bu yoshgacha kirmas edingiz. Immunitet immunodefitsit holat, erta bolalik davridan 2 yosh bo'lguncha 4 oylik, 6 oylikda hayotdan ko'z yumadi unaqa bemorlar, immunodefitsiti borlar. Endi ikkilamchi immunodefitsit bor, mana siz sohangizda ko'p keladigani atit bilan. 1 yilda kamida 3 marta, 4 marta yiringli atit bo'lishi kerak. 1 yilda 3 marta, 4 marta pnevmoniya bo'lishi kerak. Lekin biz atrofimizda kelayotgan bemorlardan qachon oxirgi marta pnevmoniya bo'lding deysiz, ular eslamaydi. Bo'lmaganman. Unda nega immunitetim past deb meni qiynaysan desa, tushunmaydi. Yoki bemorlar juda o'zidan xavotir bo'lib, immunitetim past deydigan bo'lsa, avvalo immunitet pastligi bu tashxis.
kasallik deyiladi. Va u kasallikka avval tashxis qo'yish kerak. 1 yilda 6-8 marta, 10 martagacha hatto kasal bo'lgan bola bu normal bo'lib turadigan holat deyiladi. Immuniteti past deyilmaydi. Bo'lishi mumkin. Muhimi asoratsiz tuzalayotgan bo'lsa bo'ldi avvalo. Keyin immunitetim past deydiganlar juda ham ko'nglingiz bo'lmayotgan bo'lsa, marhamat, allergolog, immunologlarni qabuliga kelasiz. Maxsus immunogramma degan analiz bor. Butun immun statusda, immun holatda o'sha ko'rsatkichlarga qarab baholash mumkin. Qaysi nuqtada hujayraviy immunitet pastmi, gumoral immunitet pastmi, o'zi qaysi darajada immunitet oxirgacha ishlamayapti, chidalmayapti, masalan, tekshirish mumkin o'sha narsalar. Immunogramma degan analiz bor. Bir haftada 5 kunda javobi chiqqan. Unda ham immunogrammani o'qiy oladigan doktorga borish kerak unda ham. Immunologlarni ham to'g'ri. Shunaqa joyi ham bor. Hozir aytyapti-yu, misol bir yilda 3 martadan maksimum 10 martagacha deylik, ayrimlar bor, infeksiya bilan ko'proq kontaktda bo'ladi, ular 10 martagacha bo'lishi mumkin. Bog'chaga boradiganlar. Bu normal holatda ayrim ota-onalar, как раз bog'cha masalasini ko'tarmoqchiman-da. Ayrim ota-onalar bor, bolam har oyda kasal bo'lyapti, har oyda kasal bo'lyapti. Eng birinchi sababi bor-da buni. Ko'p kontaktda bo'lyapti infeksion kasalliklar bilan. Tushunmaydi mana shu narsani. Ota-ona bolasi kasal bo'ladi, otasi ham, onasi ham ishda. Bolani qayerga qo'yish kerak? Temperatura qilib turgan eng o'tkir paytida kasallik, infeksion kasallik eng o'tkir paytida, boshqalarga yuqtirish ehtimoligi eng yuqori paytida bog'chaga olib tashlaydi. Bunaqa bola bitta emasda, gruppadan, guruhda 30 ta bola bo'lsa, bunaqa bola bitta emasda. Kamida 3 tasida temperatura 3 ta bor, uchalasida 3 xil virusli infeksiya. Otasiga rahmat. Endi bu yog'i mix infeksiya bo'lib ketadi. Shuni menman degan immunitetsiz zo'r ham yuqtirib oladi. Kamiga bunaqa bu juda ko'p bahs munozara bo'ladi. Hattoki hamkasblarimiz, ba'zi shifokorlar ham shunchaki shamollamaslik uchun ham lecheniyalar yozib beradiganlar bor-da. Mana buni olib yuring. Ya'ni o'zi ortiqcha dori yozish mumkin emas va u narsani tibbiyot tilida polipragmaziya deyiladi. Shunchaki vitamin kompleks qo'shib yuradimi, qanaqadir batlarni qo'shib beradimi, har ehtimolga qarshi ichirib yuring, tuzalma, ko'p kasal bo'lavermay, immunitet zo'r ishlaydi. Aslida tekshirish kerak emasmi uni? Masalan, vitamin kompleks beryapman. Vitamin xuddi asalda o'zi xalqimizda bor. Asalda ham ozi shirin deydi-yu. Yetmayaptimi berish kerak? Kammi berish kerak, yetarlimi berish kerak emas. Chunki vitaminda ortig'i zahar. Kam bo'lganda albatta berish kerak. Shunaqa tomonlari ham bor. Albatta, yana bitta narsani aytaylik, mana shu vitamin. Guruh bolalar olingan, kam olinmagan, 200 tadan olingan, vitamin berilgan, immunomodulyatorlar berilgan, yana o'rin bosuvchi terapiya sifatida berilgan. Shunda nisbat hisoblangan paytda, endi bu Yevropada qilingan anaqada tadqiqotda vitamin berilgan bolalarda immunitetida, immun javobida hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. Ya'ni isbotini topmagan vitamin orqali immunitet ko'tarilishi. O'zi biza nima deyishimiz kerak? Yo'q, meni immunitetimni ko'tarib ber, boshqa narsa emas. Bizani immunitetimizni yaxshilash. Ya'ni bizani menda makrofagim bo'lsa, meni makrofagim bir minutda misol uchun 10 sm harakat qilish kerak, 10 ta bakteriyani fagositoz qilish kerak. Bu norma. Misol uchun fagositlarim 90% gacha fagositoz qila olish kerak. Agar meni fagositlarim 30% fagositoz qilsa, demak menda immunodefitsit bor. Meni immunitetim past degan. Ya'ni bu hujayralar immun hujayralar haqida gapiryapti. Makrofaglar, fagosit hujayra uchun shilliq qavatlarda darvozada turadigan jangchilarda bular. Istagan keyin virusni, bakteriya bilan bitta qamrab olib, joy o'ldiradigan, vazifa bajaradigan hujayralarni tushuntiryaptilar. Endi mana shu hujayralarni mana bu vitaminlar effektini oshirib bermagan. Endi bitta no tarafi bor. Buni ham aytib o'tmasam bo'lmaydi. Xalqimizda shunaqa gap bor. Bolamga beruvdim, semirib qoldi, yaxshi bo'lib qoldi. Shuni ichiruvdim, tezsiz kasal bo'lmay qoldi-ku, effekt berdi-ku degan nyuans keladi. Buni nima deb tushunamiz? O'rtoqlar, agar bolada vitamin yetishmovchiligi bo'lsa, qanaqadir bir muammo bo'lsa, vitamin kompleks bersangiz, vitamin kompleks o'sha hujayralarda moddalar almashinuvini yaxshilaganini hisobiga haligi fagositoz jarayoni, immun javob jarayonlari yaxshilanganligi hisobiga unga effekt bergandek tuyuladi. Bu yoqda xuddi ovqatdek o'tgan bo'ladi. Ya'ni to'g'ri kelib qolgan bo'ladi o'shanga. Bola o'zi och bo'ladi, ovqat bersangiz energiya kiradi, xuddi shunga o'xshagan narsa. Bu holat ko'p o'zi, to'g'ri kelib qoladi, lekin hammaga tavsiya qilinadi. Masalan, kimdir o'zini bolasi ishlatib ko'rgan narsani uni bolasi to'g'ri kelib qolsa, demak hammaga to'g'ri keladi deb bosib tavsiya qiladi. Sarafan marketing ketadi. Individual narsada, boya xuddi siz asalarini
paxtadan olish Xuddi shunday. to'g'ri kelib qoladi. To'g'ri kelib qolgani. Keyin u ota-ona qo'shnisiga aytadi, singlisiga aytadi, otasiga. Shuning uchun bemorlarga doim va doim aytamiz, takror to'g'ri ovqatlanish. Shu immunitet masalasida Tabiiy o'zi isbotlangan usullari bor-ku. ovqatlanish, tirik ozuqalarni ko'proq yeyish, fast foodlar, chala pishirilgan narsalar, juda ko'p anaqa yog'da boshqa narsada pishirilgan narsa emas, tabiiy mahsulotlarni ko'proq yeyish, uyquni joyiga qo'yish, jismoniy mashq bilan shug'ullanish. Mana bular hammasi immunodefitsit holatlarini oldini oladi. Shu aytgan 3 ta narsangiz o'zi immunitetni Joni. Keyin biz isitma mavzusida gaplashdik. Isitmani prosta 37,5 bo'lganda tushirib qo'yaverish ham immunitetni ishlayotgan joyida, organizmni himoya ishlayotgan joyida o'tirg'izib qo'yish ham bitta. Bo'lganligi uchun men bunga vaqt gapirmayman. Endi misol tariqasida shu yerda aytdim, bu mavzu bizning birinchi sonimizda aytilgan. Keyingi savolimiz bor. Bu ko'p uchrayapti. Ya'ni ko'cha davo usullari bor-da, allergiyani davolaydigan. Kuchinskiy usulmi? Kuchinskiy metodlar. Bu tizimdagi muammolar, misol uchun retseptsiz dorini olib urishga ham bor taqiladi aslida. Istagan dorini olyapmiz, shu uchun ham ko'cha paydo bo'lganda, hali oldin valyuta, dollarni ko'chadan olish bemalolda hozir qiyin va qonunlarni tizim ishga tushgan-ku. Juda yaxshi-da shu. Shuni olib istagan samolichini ko'payib ketgan va ba'zi bir kuchli dorilarni ham shunaqagina olib davolashyapti. Masalan, kuchli kumulyativ gormonal dorilar, diprospan bilan allergiyani davolaydigan, bitaspan, sirtaspan, ya'ni umumiy aytganda eng kuchli gormonlar bilan o'zi samolichini davolangan yurganlar bor. O'shalar haqida bizga ham juda ta'siri nima o'zi? Qanaqa hisobga bunchalar aytadiki, bemorlar 1 yil zo'r yurdim deydi. Zo'r dori ekan deydi. Birdan u shu vaqtgacha ichib yurgan dorilar 1 kun 2 kun ta'sir qilgan bo'lgan, antigistamin dorilar ichib yurgan bo'lgan. Xuddi shunaqa. Lekin buni olyapti, 1 yil zo'r yuryapti. Birdan kim allergiyasi bo'lsa hammaga tavsiya qilyapti. Bizda qo'shimcha qilib ketaylik, Jasurda gapiga ilova qilib. Bizda ham keladi kasallar, doktor allergiyam bor deydi. Haqiqatan allergik riniti bor. Qaysidir lorga boruvdim. Bitta ukol qildi. Bitta ukol yozib berdi. O'sha 1 yilda bitta olib tursangiz bo'ldi. Endi haqiqatan oldim, bo'ldi, allergiyam topilib ketdi deydi. 3 yildan keyin to'kilasiz. U doktor yo'qotib qo'ydim deydi. Topilmay qoldim deydi yoki u ishxonadan bo'shab ketibdi yoki boshqa joyga ketib qolibdi, xullas. Siz ham o'shani qilib qo'ying. Dori nomini aytmagan ham bo'ladi. Dori nomini bilmaydi. Keyin o'sha kasalga boya uzoqda mana 1 soat qanaqa suhbat qildik. O'shanaqa o'zdan boshlab tushuntirish kerak. Katta ehtiyoj Garmon turadi, ha bo'ldi deydi keyin. To'g'ri tushungani sal adekvat fikrlay oladigan. Adekvat fikrlaydigani to'g'ri tushunadi, bo'ldi deydi. Men qaytib olmayman uni deydi. U to'g'ri tushunadi. O'zi bularning zarari qanchalar? Demak, gormonal preparatlar o'zi nima uchun o'ylab topildi desa, organizm uchun juda ham yaxshi effekt, har qanday holatda allergik yallig'lanishni bloklaganligi uchun uzoq vaqtdan beri ishlatilib kelinmoqda. Endi hozir bu siz aytganingiz betaspan, kenolog bor, mametazon bor, xuddi shunaqa ishlatilinadigan-da, triamcinolon. Bular hammasi uzoq vaqt ta'sir qiladigan gormonlar. Ya'ni organizmga ukol qilingandan keyin depo bo'lib yig'iladi va oz-ozdan ta'sir qilib yuradi. Bu preparat kim uchun o'ylab topilgan? Autoimmun kasalligi bo'lgan, alternativ boshqa lecheniya qilish iloji bo'lmagan, Bexter kasalligi, например. Ilojsiz qolgan. Har kuni tabletka ichib yurib oshqozonni aniq qilmaydi-da, yoki masalan har kuni shpris ukol qilib yurmaydi-da, bitta ukol oladi, shu bilan yuraveradi. Maqsad nima bu ukollardan desa, immunitetni bloklash. O'sha allergiya berayotgan hujayralarni bor, shu jahli chiqqanda qo'l oyog'ini shunday bog'lab ushlab qo'yish bo'ldi. Siz jahli chiqqan qo'l oyog'ingizni bog'lab qo'yib qo'yganman, bo'ldi. Siz 1 yil turasizmi, 2 yil turasizmi, turasiz, lekin siz baribir jahlingiz turibdi. Ertaga dorini ta'siri tugagandan keyin siz chiqasizda yana ishingizni qilaverasiz. O'shalarning hammasi o'zlari ham bilishadi. 6 oy yaxshi yuraman, 1 yil yaxshi yuraman deydi. Ikkinchi boshlangan belgisi birinchi belgidan og'irroq bo'ladi. Oldin misol uchun yengil burni bitib yurgan bo'lsa, diprospan olgan bo'lsa, 6 oydan keyin, 7 oydan keyin birinchisidan ko'ra qattiqroq burun bitadi. Ya'ni biz masalani multfilmni ko'p misol keltiraman. Opog'oyda olmaxonlar musurni mamuni tegimda yashirib qo'yadi. Gilamni tegim musur shunda yashirib ustini yopib qo'yishadi. Shunga o'xshagan narsa. Siz musurni olib tozalab tashlashingiz kerak.
U usul emasda, prosta ustini shuni yopib qo'yasiz. Ma'lum bir vaqt organizm ko'z yumib turadi, bloklanib, keyin ochiladi. Lekin nojo'ya ta'sirlari boshlanadi. Birinchisi katarakta, ko'zi ko'r qilishi mumkin. Normalniy katarakta beradi. Ikkinchisi osteoporoz, kalsiyni haydab yorib, organizmda suyulada koksartroz chaqirishi mumkin. Uchinchisi eng asosiysi virus infeksiyalarga organizm beriluvchan qilib qo'yadi. Tez virus infeksiyalarga beriluvchan bo'ladi, aynan virusga. Chunki immunitet bloklandi. Qo'pol qilib aytganda, xuddi AIDS bilan kasallangan degandek gapda. Chunki OIDSda ham paydo qilindi degani bo'ladi-da bular. Chunki OIDSda ham immunitet bloklanadi. Bu gormonlarda ham immunitet bloklanadi. Endi reumatoid artriti bo'lgan, revmatizmi bo'lgan boshqa. Endi misol qiziqqanlar bo'lsa, mana sizda ham bunaqangizda bor. Men buni mexanizmini tushuntirib berganman. 20 minutlik video bor. Immunodiprospan, dexametazon, budesonid. Allergologiyada ishlatiladigan topik steroid bor. Faqat o'pkani o'ziga ta'sir qiladi. Men ularni solishtirib mexanizmlar bilan aytib berganman-da. Hozir oddiy qisqa lo'nda qilib aytganda, biza bemorlarga ichimiz kuygandan aytamiz. Kushingoid sindrom bo'lib, buyrak usti bezi bloklanib, semirib ketib, gormonal disbalans buzilib, ertaga farzand ko'ra olmaydigan bo'lib qolganlar, ko'zida katarakta bo'lib qolganlar, sahrni diabet, qandli diabet orttirib olganlar, semirib ketgan bemorlar, itsinga Cushing sindrom deydi, unaqa bo'lganlar ko'pligi uchun ichimiz kuyganidan aytamiz bemorlarga bu narsani. Bo'lmasa bizga yaxshi emasmi? Bitta ukol qilib, ancha vaqtgacha bemor rahmat aytib duo qilaversa. Misol, mana boya ham ko'p mana qildimda shu narsani. Bemor kasal bo'ldimi, uni davolash usullari juda ham ko'p. 20-30 xil usul bor. Siz o'sha orasida eng asorat kam beradigan, eng bunaqasini tanlaysiz, xavfsizini tanlaysiz. Bu shifokorda boshqa sohadagi davolay olaman deydiganlardan farqi burchi ham shu. Yengilidan murakkabiga, zararsizidan zararlisiga etap-metap o'tkazish. Men odatda bemorlarimga shu narsani tushuntiraman. Birinchi bosqich davo, ikkinchi bosqich. Odatda bu bosqich bilan davolash aslida bemorni o'ylaganimizdan bo'ladi. Kimdir noto'g'ri tushunishi mumkin. Ko'proq qatnasin menga, ko'proq chaqirsin deydi. Aslida undan bosqichma-bosqich qilishdan maqsad bor. Birdaniga kelib, eng kuchlisidan boshlasak zo'r bo'ladi. Ya'ni ikkilanib turamizda, birinchi bosqichdagi yengil davo qilyapmiz u. Shu bilan yaxshi yurarmikan deb o'ylaymiz. Lekin yengilini tanlab beramiz boshida. Agar eng kuchlisini birdaniga qiladigan bo'lsak, 100% bilamiz, bu bilan yaxshi yuradi. Lekin biz unga zarari ko'prog'ini tanlab qo'ygan bo'lamiz. Ertaga nojo'ya ta'sirlar boshlansa, avvalo kelmasligi mumkin. Sen meni shunaqa qilding, sen bunaqa qilding deb kelmasligi mumkin, lekin sababchi bo'lib qolgan hisoblanamiz-da biz. Nenavridiy deydi-ku. Immun tizimini mana shu narsa mana allergiyasi bor bo'lgan bemorga mana shunaqa beta-metazonni qilishlik keyinchalik autoimmun immun javob buziladi-da, tasavvur qilasizmi? Immun javob buziladi. Bu degani keyinchalik autoimmun kasallik, keyinchalik o'sma jarayonlariga debyut ochib beradi. Infeksion kasalliklar ularga debyut ochib beradi. Osteoporoz bular juda ko'p asoratlarni sanamamizda. Endi bemor bitta oldi 6 oy yaxshi yurdi. Hech narsa bo'lmayapti. Bu doktorlar aytadi unaqa bunaqa. Voy baraka topkir, sizni yoshingizni hisobga oling. Sizda dekompensatsiya bor. Siz baribir organizmga nima qilinsa ham siz unga qarshi kurashasiz. Unaqa asoratlarga qarshi organizm kurashadi. Lekin bu degani qilib yurursak bo'laveradi degani emas. Bir qilibsiz, ikki qilibsiz, hozirda o'zida to'xtatsangiz, siz eng katta to'g'ri yo'nalishga qadam bosgan bo'lasiz. Turib shu narsani misol uchun qabul qilib, endi nima qilaman, men muammo bo'lib qoladimi menda degan bemorlarga o'ri sharbatini ko'proq ichib yurishlikni tavsiya qilamiz. Chunki gormonal preparatlar kaliyni haydab yuboradi-da. U yurakda bunaqa beradi. O'ri preparatlarini ko'proq, o'ri sharbatini doimiy ichib yuring, jismoniy mashq bilan shug'ullaning. Allergiyani boya yuqorida aytdik-ku, jahldor odamni shunchaki qamab qo'yadi, lekin jahli bilan kurashmaydi. Allergiyada asid terapiya haqida aytamiz, immunoterapiya. Aynan o'sha odamni jahldor immunitetni jahlini odobli qilish uchun qilingan davo usuli. Bu to'g'ri ta'rif. Jahlini spokойно, osoyishta, ya'ni har narsaga jahl qilaverma deb yelkasini ushlab, men ko'ryapsanmi, men bu bittagina, kichkinagina, senga zarar tegmaydi deb birinchi bosqichda asidni kichkina dozadan boshlash shu bo'ladi. Keyin sekin katta-kattalarini ko'rsataverasiz. Ana u shu vaqt davomida immun sistema
changga reaksiya berayotgan immun sistema sekin-sekin bu har doim tushib turgani uchun javob reaksiya bora-bora bermaydigan bo'lib qoladi. Mexanizm shu. Antigistamin, Zadak yoki levositrizin, dezloratadin shunaqa dorilar bu 24 soat. Uni ichgandan keyin tana parchalab tashlaydi, yarim parchalanish davridan keyin sekin chiqib ketadi. Yana dori ichishga to'g'ri keladi. Ya'ni bu davom etaveradi. Bitta yo'li patogenetik kasallikni ildizini aynan qo'zg'atayotgan narsa bilan davolashda boshqacha yo'lni ko'rmadim. Sal chiroyliroq qog'ozga o'rab tushuntirar ekansizlar deb bemorlar. Men sal qo'polroq tushuntirib qo'yar ekanman. Vaqtingiz kam ekanda. Yana kasal kutsalar bo'ladi. Yo'q, sizlar jahli chiqqan odam deyapsizlar. Men bemorlarimga qanaqa tushuntiraman? Bu quturgan itga o'xshagan narsa deyman. Quturgan emas, o'zi begona itga o'xshagan narsa. Misol ammangnikiga, kimnikigadir bording, iti bor, u begona odamni qo'rimaydi. Birdan senga tashlanishi mumkin. Xuddi shu. Bir marta bording, tashlandi, ikkinchi marta bording, tashlanadi, sal Yengilroq boradi. Keyingi safar non bilan borsang, ozginchadan non bersang, xullas bir 10-15 marta borganingdan keyin o'zi it sani kelishini kutib qoladi. Chunki boshqa yo'li yo'qda, immunitetni o'rgatmasdan turib bu boshqa usullar vaqtincha xarakterga ega. Podkastimiz zo'r o'tyapti. Gapirsa gap ko'p, lekin vaqt chegaralangan. Shu uchun Nodir aka allergiyasi bilan kasallanib yurgan, qiynalib yurganlarga yakunlovchi so'z sifatida qanaqa tavsiyalar berasiz? Endi allergiyani turi juda ham ko'p. O'zingiz ham bilasiz, har bir turi uchun alohida individual yondashuv bo'ladi. Birinchi o'rinda meni eng yaxshi yordamim allergolog topishligi. Terapevtga davolanayotgan bo'lsa, boshqa qanaqa soha shifokoriga davolanayotgan bo'lsa va o'sha shifokordan iloyim shifo topishsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar, baribir allergologga uchrashish kerak. Sababini qilish kerak. Avvalo shifo uchun sabablarini qilish kerak. Ha. Albatta yosh katta odam bo'lsa, har qanday turdagi allergiyasi bo'lsa, pala-partish ovqatlanishdan o'zini ehtiyot qilishligi, changlik, iflos havodan qolib ketmaslik va albatta sigaret tutuni. Nafas yo'llari bilan rinit bo'ladimi, astmasi bo'lgan bemorlar bo'ladimi, tamaki mahsulotlaridan cheklanish kerak. Bu juda ham asosiy narsa. Va bundan tashqari sog'lom turmush tarzi. Oshishqa vesi bo'lsa, uni albatta vesni tashlash kerak. Ozg'in bo'lsa, ves olishga harakat qilish kerak. Ich qotmasligi kerak, zapor bo'lmasligi kerak va albatta xatva, yurish, sayr qilish bo'lishi shart. Jismoniy mehnat. Albatta har kim o'zi uchun bu narsani agar shakllantira olsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Chunki mana bu aytilayotgan narsalarning hammasi immun tizimini yaxshi ishlashligiga, immun tizimini to'g'ri ishlashiga sababchi bo'ladi. Juda zo'r. Ajoyib. Juda yaxshi, mazmunli suhbat bo'ldi. Men o'zim ham maza qildim. Shunaqa ilmli odamlar bilan suhbat bo'lsa, o'zi aslida eng yaxshi suhbat bo'ladi-da bu. Ketgan vaqtga achinmay degan. Vaqtingizga achinmaysiz birinchidan. Sizga rahmat. Juda ko'p bilimlar berdingiz. O'sha auditoriya kuzatuvchilar uchun juda manfaatli bo'ladi bular. Videoni to'liq oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman, chunki bu podkastimizda juda ham ko'p mavzular ko'tarildi va bularga juda ko'piga javoblar, yechimlar berildi. Podkastimizda ishtirok etganingiz uchun, yo'q demaganingiz uchun, vaqtingizni ayamaganingiz uchun sizga rahmat, tashakkur. Qanaqadir mavzu bo'yicha keyingi sonlarda podkast qilishimizni, muhokama qilishimizni istasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Ushbu podkast loyihamizni suratga olishda o'zining studiyasi va texnikalari bilan yaqindan yordam bergan Nordic International University rahbariyatiga alohida minnatdorchilik bildiramiz.